Olca, rastla alamet gibi. Ondaq dep maqtansam, foydadı da dep qanmaqla. Kök bilen boytalışıp turgan tağla. Alma aqırık bilen yasangan bağla. Örkeşlep ekip turgan ili deryası. Ve onun İrem bilen tolgan boyları bu sözümün delili. Olcunun kök tirekleri bilen boytatkan koçulardan mansınız. Kızılgül bilen bezelgen hoyullardan naşa. Uçurğalıki kişinin ağızdan çak-çak anlaysız. Onun taraqi qilgan bugunidan har millat xalqining qo'lni qo'lga tutishib, inoqlik kuyini yangirtib, texmi baxtiyor manzillarga qarab ot silayotganligini ko'rsiz. Balkim bu g'olchilik bo'yicha yana qo'ydi otidi deb o'yildingiz. Qiyin amsa, huzuringizga sunilish oldida turgan g'olchining buguni aks etgan bu komediyalik filmni ko'rib yiqing. Ana shundala mening qo'yatmaganligimni bilib qolasiz. Qini marhamat. Assalomu alaykum dada. Aleyküm asselam baba. Assalomu alaykum dada. Aleyküm asselam baba. Turibsanmi? Yaxshi, yaxshi. Oy balam oy. Bugün sana neyim oldu? Şurayın bek uykusallı kırındı o. Akşamki varangchiringning hech qaysini olmabsan-da. Hey benim bunu tınışık uçumçu. Saat 8'de işten toktaydı o. Ondan keyin asman örilip düşemdi o. Ya köptürülüp gitemdi o. Bana bari pirladı yine. Ama cimcitlik o. Tas. Rast esa dada. Ammo jinim dada dunyoning royitini sen surib o'tsa-chimi? Bah. Qarasini. Hey, benim bu panlığımga şunçu mezlikin kegidek keçe için nime tarak turuqlap ketdi balam. Oy canım dada. Keçiden beri bunu Salih'ini Mehmet Bika pekat uxlatma diyeceğim o. Oy, Mehmet Bika diken keç gündüz Bika oğan diken elbet uxlatmaydı da bunu. Rast. Dada o'zing bilsa, oqshom do'konni kech taqidim. Uning ustiga shu kunduzi do'konga mal kelman deb u yoq bu yoq qaloqshib hech holim qolmaydi. Oqshom qanday qildi? O'sha yostiqqa beshimni qo'ygan qilma shuncha uxlab ketdim ba. Yerim kecha bu Oy to'xtag'ina. Bu yerim kech soat nechida zodi? Saat 1 bo'lgan vaqtchimi dada? Shu. Mush bir bo'lgan vaqtniki toz uxlayotgandim degina. Bir yerni yostiqning cho'nqur yeridan bir ovoz kelyotdi va Salih. Salih. Fırına işini bek urip ketip atıdı. Çıkıp qarap yiqing ha. Vaa, işten düştüm ben. Estağfurullah. O dadamla oğunup ketidi o. Qoping ha. Oy. Özünüz çıkıp karap yakın ha? Ya, muş keçti men talaq chiqamdi. Tova dana qo'rqim ana. Oy sizin bu oturuqunuzun cin mi kokudu? Hoy bol chaqchaq qilmay qoping ha. Uning ustiga at sherkak topshirgan bir munch dokladim ba. Oppa, nimanda varamchirim bu? Oy, ana ballam o'g'inib ketibdi. Sen turibsizlarmi? Yesh bo'lmadi bolarim. Men ona kirib uxlayman da, bolalar. Hey Salih, bu chiqib bir obrimning zuvonni besin ha? At degan sherkat ishga bormaydi xe. Voy. Kechikib qolgan bo'ldim.
Vay Melikim. Siz işleysiz. Sizin hizmetiniz var. Siz ev hizmet barsiz. Ben açayım ben. Men bozat qoldim bu haqqa men. Yeri uchun ham ishga urib. O'zini ishni tashlab urib boqsana beri. Kim o? Men degan kim o? Mehmet Bikama? Hanimiş? Voy Mehmet. Bu yerim keçib kelib qancha so't qilib desa? Bo'ldi, aytgagina bo'ldi. Voy, oldingiz chiqibdi, kaynangiz yeni kiribdi o. Oshta oldi kaynimdan hinib kirdi menam. Voy Mehmet Bikakan o. U yerim keçib kelib qancha so't qilib ketdi? Voy, qiziq gap qilsizga. Bir hojati bo'lmasa, yerim kechdi haqni darvosini uramda. Men chiqib ichib biring, ha? Haydam erdek ham bisib ketdim oldinga. Assalomu alaykum og'aynim. Xayrli sahar. Qanday xayrli sahar bo'ldi-ku? Kechsat bir bo'ldi bir. Bir degan saharning boshlanishi og'aynim. Qara Mehmet. Sen bika sirtdan bika bo'lamaganingdan bilan men sahar qopib, bu do'konni palaqchib ishlab charchab besh olib qolmaydi. Bu yerib kechog'anda birovni ishigini o'lishib o'g'in adash. Shu men o'ylashib urgan. Ama sana şu şiirin tushlar ko'rib uxlag'im bo'pti. Bo'ldi, azmigina. Ha, nima lazım? Bir tal chaqma. Chaqma? Nesiga? Aleykümselam balam. Sadağınız cozga. Nakıl. Balam. Yakın filan cozga. Ay bala. Oldu öyle boğazlanmış, tutmaştı kısım. Anadaki şokolad koyacağım kısınız benim size kızım. Apanız to'g'ridaydi qozon. Vay uy apayız ya ben hem de berdi da misal o'tirgizib ko'rgan ekan. Senmi oz gap qila qadrdon. Gullikni tozayman deb kunda bir sovuq ichimlik ichsan-ku, men gap qilmayman-ku. Endi sen bugun mani ichib boqqanini ko'rib boqay. Agar mushni ichsang, gullik bilan do'konni tang tozaysan. Ay. Voy bo'ldilar, seni ichiblar mong'aychu bo'lmas dadamlar qo'yni savat daftargan uchun buday. Dadamız geliyor bala. Çay içeceğim bala. Ne kara bala? Gözün günün oldu. Gözün şişip kaptı o. Opa, okamcha savodoshlari bilan maktab so'qishib qoldi. Cinim bala. Ben sana net çıkıttım dedim o savaktaşlarım bilan yaxşı öt dep. Yeni so'qishib qolding mı? Yo'q, qo'y, ular men teriktirib shu. Nima deb teriktirkasan ular? Voy savodoshlari okamni qo'li bora, eski bora deb maza qilib shuning bilan so'qishdi. Mana qara. Voy, mush bora degan gibi so'qish ketam damdi. Bu degan bizni otim emas, taqam emasmi bu? Voy, dada sen qiziq ekansan. Bu otni miras deb, ota-onamizdan bir yaxshiroq bir narsa miras qolsa-chu. Laqamni miras qilamda? Uni o'rniga bir kelam, kegiz, eng bo'lmaganda yekandaz deb laqam qo'ysa-chu. Mana voy. Ben sana deb bilsam qara. Meni buvamchu mushu borchilik o'dir bilan dadamni xato qilib ekan. Ama dadamchu mushu hina bilan meni bekib cho'ng qilib xato qildi. Endi sen bu shu bor degan laqamdan seskinib ketib qolamsan bala. Ey, bizning mahalladagi chaqchaqchilardan Ferhat Bacı, Salih Divani, Lati Işık degan laqamlardan ku. Ülük yaxshi to bala. Ras. Oho, shundoq dada. Çay yok. Assalomu alaykum. Aleykümselam. Qanaqa bo'linglar? Yaxshimisiz?
Oy, qanday bolam? Ma boylar yigit balani. Ma maktab bana chiqar. Assalomu alaykum. Aleyküm selam. Ha, qanday qolgan ishma teshma yaxshirabsiz. Sizning ahvolingiz yaxshi? Bo'lasanmi? Voy, o'zingchi dukuningga burnim og'ini ko'rsam yo'q-ku sen. Qachon bir taqoq. Endi seni haqlar sali taqoq davommisan? Qani choy ichadi. Yo, men choyni voy, hozir men g'appa to'g'langa kirib to'yib olgan. Shu yerda bir tavoq qo'lini yetib chiqdim ekan, o'tirib ussizlik qilib qo'yam deb. Aytgan joydan mari boshqacha. Ha, yo'qolib ketdim-ku. Wow. Men to'qsonda ansirab, biroz uyingizga chiqib ustingga qoq yeyvetdim-ki deb. Yaxshi mehmon tamoq ustiga degan gap bor-da. Shunda to'g'ri. Balam voy. Nonni qancha yeyman desang, mana dastis bilan turibdi. Choy desang, tek ko'r yerimlashmidi. Seni qandira oladi. Lekin buni chinivag'u. Meni onamdan tavarruk qolgan china. O nonni anda silib vakkidi yeriversam buni to'lab bo'g'in olmaydi. Oi. 阿姨好，好，早饭吃了没有？谢谢阿姨，我吃过早饭了。哦，妈妈呢？好长时间没有见过她。哦，她现在很忙，她已经去上班了。哦， Lili, baba 好吗？很好，好长时间没看见他了。她好像要在院子里搞一个养鸡场。 Dada, voy men tiqi bu yo'qolib ketdi meni bir pat yo'qlab turadi bu. Tutgan bo'ldi hech narsa yo'q. Men tiqi pomdirga lozini. Meni qishimsaga jangdan ulab juramdiki. Mehriya, hey Mehriya. Bo'lmasa qolib qoldi. Mehriya, mana chiqdi. Hey Mehriya, men chiqib meni ketdi bola. 丽丽姐你好，好。 Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Alikam ne olmuş bunda? Mushu. Bir ish bormi? Ha, shu men uy savatqanda. Azroq bir narsa kerak qilib, do'qmishliklardan so'rasam, Salikamning uyiga borsang, topalaysa deganda, shunga kelgandim. Oh, mana naq joyini tepkapsiz bilaman. Saqam, sana nima lozim? Bora oladigan aka. Salih, Ha? bugün şirket çoğun yığında dokulat demek istedim. Düştü kilenmeyme. Düşük tamakını almanı özünüz bir kıtırmayın mı? Tamoqda xatirji bilaman. O'zim bir taraf etaman. Maqlındasın ben mağdayım. Bo'ldi, chatayaq. Dada, ben mağdayım. Maqlaysa. Saymaxon. Peştembalni bağlab. Hem de qazan beshiga o'ting. Voy, dada, jinim dada. Bir laqabni qutlamayotganda, yana bir laqab chopilmadi odamga. Bu qo'shni anglab qoldi. Qanday qilsa endi? Xizmatchi degan shu. Balam, chaqchaq qilib qo'ydim. Ey, bu Saymaxon deganga tek chidimisan. Bora deganga teximi chidimisan. Endi nim deyman o'y seni. Sen demakchi o'g'lim? Ikki laqabning birisi tu demakchimi? Albatta balam. Bizning bu mahallada laqamsiz odam yo'q-ku. Bora deganda turay. Hozir isklab barmoq qanchalik? 50 ming so'mlikda ortiq. Zakaz, yanib tutgan zakaz bormi yo'q? Bor. 300 ming so'mlikdan ortiq. Unda bo'lsa kelar haftadan boshlab cho'qim ismini qo'shib ishlanglar. Oy, Xilsiban oy. Qandaqroq, yaxshi turdingizmi? Hajatni cho'chitib ma adam qayerligini bilmaydigan. Oy, endi ko'zingizga
Qirg'anda ko'rinyaptam demirmi? Ha, 70'den 80'ge bana dediniz. 70 bu alemden ketmiş, 80 bu alemde yok sen deydin. Oy, bu gapchi qarang. 80 bu alamda yo'q sen emas. Hamsi nima? Buning to'g'risi-ku qarang. Yeshing bo'lsa 80, 100 gacha saq tursan degan gap. Shuning uchun-ku, ikkimiz vaqtni ching tutib, ikkimizning ishini bir g'achchilik qilyapmaymizmi? Oy, madem nim deydiganda, qiyirganda, oy haqlar anglab qolsin, umsumamdı. Menga. At aylıqanğa, yol xelçibanga deb nagim barama endi. Oy, ma çoğlarının bir undan maqala temsillerini buzup ma adam et degende qog'ida qaqildab ketdingiz. Nemişiniz var mende? Oy qarang, necha vaqtim bari ko'ranmayli qoldingiz. Sizdan ansirab shuni bir yo'qlab chiqqandim-da. Oy, menga. Oy xelchiban, oy. Oy, men qarang, oy xelchiban. Astavoy. Maşından şulanı demedim. Küçük balık adam vardı ben bozaktım. Kanda diyen gap oldu bu. İçine sık. Mazluk yapalım. Küçük balık bozaklarım dedim içine sık. Keyfiyetin toz yaşaması var. Qarmanca. Mel kuşak balık qağanandı men bozaktım. Qanday gap bu? Ma öğün bir tunuşum kelip dedigine. Şuma mel kuşak balık oynat gen. A tunuşum kelip Davut'un uyu qaysi dese, abırgı kopap Davut uğrunun uyu mu? Öde bir kuldu yıkıp abırgı yıkıp. Şu an tunuşum yıkıp, gözünü uğrundan da diye yaman kıcılıp kettim. Adaş, yaman kıcılıp kettim. Kıcılığı işemez hem de o, he. Şimdi sıkıp. O nemi için sıkıldı canım adaş, nemi için sıkıldı? İçin sıkılmandı, oylap kay için sıkılmandı. Adaş, bana bir mezhep göstersen. Ben onu oylap kaldım deyine. Endi bu Davut nemiş kılıvatsa, neçe yıldan beri endi Pika, yutak Pika, deplamaş, Orun degan laqam sondırıp aldım. Ma ballı çoğulap, inek taqshay deb qo'ygandan balani aldım deb xajilib qolgan. To'g'ri. Shunda o'ylab qoldim. Shu balkilan yig'i. Sizlarni ham yo'q, yig'i. Nochi yo'q, o mashlabdim shuni beryapman. Shu laqamimni yo yo'tkaydigan, yo boshqa bir laqam qo'ydigan bir ishni qilaymi deydi. Tova deb yaqanını kichkina yaqanını. Nima? Mashrab berib, so'rin berib laqam yo'q, aqlmayjimi adash. Aksicha laqam ching o'zingda yug'urib olsa. Voy, men latikam ishini olmadingmi? Qaysi ishni? Bu laqam bitkaymi deb choy bergan ishini. Menga voy, men deb yurman bu. Latikam nima ish qildi ha? Anla. Voy, buni ikki qizi. Voy, opa, bir dodamning laqamiga bir amal qilinglar, bir muskib ketdik bu laqamlardan. Degan oyoqqa bop. Latti, laqamingiz bir amal qilsangiz mamnun bo'lganimiz qo'yibdi degan. Men qanday amal qilib qo'ydim? Bunda o'tish qilib boqmamsiz. Degan. Vaa, alamet men aql ko'rsatib qo'ydim. Bo'ldi. Degan cho'ng suruq. Dildutlar tambir al og'il hammasi chiqib so'ragan. Toza yeb ichib laqamni taxayizlar tutdi. Shunda uyga kelib, vaa, shunda xo'shab. Xudo mana. Acayip aql kesibsa menga suruq qilib qora laqamni yo'q qilibdi. Degan xotin qo'shilib, "Men qanday bo'ldi?" degan. Qora xotin meni taxayyiz ko'rsatdi. Degan oyog'ini chiray tutdi. Lekin ochiq edi. Bir sarang taxayyiz yil o'risi eshak mamda degidek. Demak, adash, o laqamni qutilish mumkin emas. Demak, sen agar bu laqamni o'zgartiraman deb chayirib ashlaqsang, millat ekanini ko'rib qolsa. Sen bog'da tirishib, yaxshi ishlasang bog'u, laqamni o'zingga qolib ketadi. Qarab, masalan, sen yaxshi ishla qaqsin, o'rin demaydi-ku. Demak, o'rin deganlikni barabar qilib qoldi degan. Tushundingmi? Ishqini yaxshi tirishib ishla. Birinchi. Beshini terisini eshitib yana. Ama. Ashta qilaymi ya? Ashta qil. Rahmat adashim, men chiqay. Assalomu alaykum. O'zi kirib keladi. Hozir sanki chaqirsa qara. Nega qulim xizmatda damini, ko'nglimni tuygan sen. Shu sizlarga biz quloqdan aytib qo'yibdi. Yo'qlam chaqchaq tepilib ketmabdi yana.
Oy bilemezsin futbol olan iş işlediğini. Tova aka, o'zim qamlashgan bir chiroyli odam kelsa, qanda xo'p qamlashmagan laqam qo'yib qoldi sana. Bu uçakçık ben ötürmem seni maç kılsa. Lakam diyeni kızını koydu, fikam işte geldi konuşup kaldı da kayda. Nimeге? Durun, hap oladı ya fikam. Oğazım onu tam çak şup kettim bile. Dimiz mi çak şup ketdim? Bunda bir iş var. Çıkınca hapışıp bakın. Bu şıkkınlar tertip karab degine geldim. Şunu izizgi çıktı. Daha olsa koştuğumuzun işki yıktı bizim bakır kaldı. Kırıp oyuncular bizim koşup tutup kaldı. Tuğhan dedi ben otur koydum ama acında bir bizim muhabbet vacip turdu. Biz mayda bir yaxşı yüksek bulmamdı. Ne kızlar mayda dese mümkün emas deydi. Evet mümkün emezsek birisimiz atıvamda birisimiz eşekti. Yaqinda bo'lgan shirkatimizdan bo'lgan savdo kelishimi to'xtam imzolash sababi bilan men Shangang Almon tarafda bo'lib qoldim. Shunga mushu yaqinqi bir oy ichidagi xizmatinglardan, zavodning ahvolidan bir doklad bergan bo'lsanglar, buncha siz boshqa xizmatingizdan doklad beraman. Bunu da ise ben zavodimizdan şu bir aylık işlep çıkarış maksatları doğrusunda kıskığını bir doklat demekçiyim. Birinci tədqiqat cəhətdə biz 3 xil məqsədini tədqiq qılıb, yəni sınaqdan ötküzüb olduq. Bunun içində noqutlu qoyu göçürüsünün barlıq təyinli tutdu. Kelərki ayda işləp çıxırış başlandı. İkinci işləp çıxırış cəhətdə olsa, bu bir aylıq umum işləp çıxırış miqdarımız hər xil məqsədlərdən olub, cəmi 120 min sanıldı. Bizning məqsədlərimiz karantindan ötdü. Yaqında bazar selish oldi turib. Meniki mushu bir oylik xizmat qilasan düşündük. Endi setish bo'lim direktori Umarjon xizmatingizni sizga topshiraman. Dada, buzlar kusug'um ichib ketdi. Mana mas qoldi. Bu nima aytib qolgan bo'ldik? Mana. Voy balam voy, sana neyim bo'ldi voy? Oy, sen koyayım deb senlar o't qo'yib yotdim. Men sizlarga tayyor chiqib beray. Ay, senin qo'lingdan tuzakroq bir ishmi kelmaydi o? Elinglar bilan, elinglar. Assalomu alaykum. Va alaykum. Kerak. Ha. Oyun sen kelsin Ya qo'y. do'konga birini olay deb. Voy. Nima bilan yeb ketdinglar ey? Moda qo'qlashib, lamaning budursini yeyapmiz. Sekina men shu umrimda budurlanmay yeb qolmoqdim ekan. Olamda bu. Sayimga mush qolgan endi. Voy, senin balam voy. Uni havo qo'yishlarning tepsiga saysab bersam o. Yerdi qildim bu. Acayip melem Bağrı onun bağı iremdur Şunca güzel düz kırları hey, derya boyu hem gül çimendur Şunca güzel düz kırları hey, derya boyu hem gül çimendur keramet mene Vah alamet ademleri var Çakçakçımız insan kurbanı
Aleykümselam. Çıkar bana malını. Vah canım dada. Et degan uzoq chinni qambamı adamni ansirtib, oldin boray degan debdi xe. Voy bolam, bu qo'radan chiqib ketiblar, yutib ketadigan to'g'immisan? Voy ilmi, buni uzun turani ketib qo'yding-ku. Kayfiyating toza, yaxshi emasdi-ku. Et deganda birisi ko'nglimga azob bermaganda. Undaq ish yo'q bolam. Yo'lda kelishlik bir ko'ngilni g'ash qiladigan bir xabarni anglab qoldim qara. Og'inangning bir yash tugab ketibdimi? Voy nima deydi voy buni? Voy bu malda bor yo'q ikkila og'inam qo'ydi. Shularni ko'zingga sig'may o'tibdi-da sening ha? Ularni patroq o'tini yaqishsa, ana tekin navbat men kelsa, men micho bolam. Patroq o'tini yaqishsam, shu onang rahmatini ro'y bilan jam bo'lsam deyman. Voy, jinim dada, men hargiz undaq demoqchi emas. Kel, o'tir. Bundaq yolg'izchilikning ta'tin tatiyvagichim o badroq ketgan o'tizib kerakligini. Yolg'izchilikning dadi deganing nimasi? Hammamiz sana, hammara bo'lyapmiz-ku. O'g'o, shundoq bolam. Endi deymanda qara. Voy qiziq ekansan dada. Bo'ldi. Bu gapdan qo'yib, hozir qilib ichinishli xabar degandigina. Men sana ichinishli xabar demidim. Men ko'ngilni g'ash qiladigan xabar dedim. Ko'ngilni g'ash qildi deganni anglaydi dada. Shundigina. Qara, oyan chiniqishdan qaytib kelyapsa, ato'nki mavkilikni qishqadanni bilsam-ku. Bo'ldi. Hokim ushlab qoldi qara. Ha. Qarasam buni chiroyi o'ngsilib turdi. Voy, nima bo'ldi deyishimni bilmay, yig'lab soldi kasab. Nima yig'lar ekan u? Voy, yilimi bir o'ndan deb beryapman bolam, voy. Yiliq rahmat, ro'zi o'ltirib o'pgan yo'q nima ekan sen senami? Voy, xafa bo'lmag'ana dada. Digina. Mushkamni yoshtirmaja, o'g'na. Yoshlari nima bo'pti dada? Voy, shu hokim konning bir qizi bo'ladiganga amdilatni 16 yoshga kirgan. Bo'ldi, redasi, ye deydigan ko'kman qisi. Shu. Uning nima bo'pti? Voy, nima bo'ladi? To'q yeb qo'yibdi, to'q. O'liboptimi? Voy, bolam, voy. Sening mushkullarni pochtaligingga dakka ketdi. Voy, uni desam o'libdimi, buni desam o'liboptimi o'g'li deysan. Voy, sening o'g'lim shunda. Yiliq og'izdan qon temib turadigan o'qishning o'zli bo'lsa-chi bu. Voy, dada, adam tillamigina. Yiliq to'qiyaq pisapti degan nimasi? Pah. Ana, mushu o'tkirligingdimi-ku, birinchi sinfda 3 yil o'qigan bola ekansan. Dada, adamning chavsi chitqiyaymig'ina? Qara dada, bak yolg'izlik tatib ketgan bo'lsang, uyda kitob qarab, bekitib o'tiravermasdan, tanlab bozordan oldin chiqib o'tda. Mana ustal o'rindiqlarni seni o'ttasin deb oldim. Pah. Meni yolg'izlikdan qutuldirman deb bu ustal o'rindiqlarni og'icha. Voy, buni hechkim ipasi bo'ldiganlik gapda. Buni bilamdi bu bexiraslar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ka. Mijozlar shumi? Bordi so'tsa qandaroq adosh. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Voy, qandaroq mudir, tinchmi? Ahvolingiz yaxshimi? Qanday fikrim, yaxshimisiz? Ha, yengmanlar ko'nib qoldingizmi? Bo'ldi, herhalde yaxshi. Do'konda mollaringiz xeli to'liqga, ha? Asosiyatdan to'liq. Bir narsa lozim edi? Yo'q, soatkam yo'qlab kelishibdi. Soatkam uyda bormi? Uyda bor. Şah. Voy. Sen solda? To'g'ri. Qara adash. Bugun hokini ushurtib qoldim. Uning qizi qochib ketgandan beri bir qismali bo'lib qoldi.
Oy qiz bola degani shu yaxshi o'qitmasa oqibat mana mashta qilibdi. Şunkola deydimiz odaş. Kızın olsa sevgek bol. Elçikası belge kul deydimiz mi? Şundak. Bugün ben mahallik çoğalarını yoklaş. Ulanın bu mahal işlerini yaxşılaş üçün qanday qimmatli teklif fikirleri var. Şunu bir egallab işlemoqchi bo'lgan xizmatlarimizga yetakchi qilib olaylik degan şu an soatgan yoqlab kelishim. Voy yaxshi shkafga o'zim boshlab chiqasizlar. Ochibsa o'tib qolibman aka. Ha bu siz aldirishga bo'ldi o'zimiz kiraverlar. Satildi mudir ha? Ya chiqsa ishga chiqib kiravermoqchimi? Tatmanlar. Bag'lab aka. Buru darozı uçkusa toqula kaçtı. Mını yerden kulsak koysa adamla kaçacağım bu gitti. Hey, o to'xtaman qashiq o kishilar akirib beradi. Oy, mana odamni o'qishyapsizlar. So'rasangmi bermaydi ekanmasmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalom, kelinglar. Assalomu alaykum. Qanday yaxshimisiz? Oy, bolarim bu sizlarni taniyapmidim bu ben. Saatga meni unutib qolibsiz-da. Ha, yuqorini o'rlashtirish bilan mushak tushgan kadir. Bu meni xizmat ishi. Oy, bir ham tushib ketdim dedingmi? Bir ham tushib ketdim demadi bu. Yuqoridan tushgan kadrman dedi. Yuqorisidan tushgan kadir. Jiron o'kirmiz yo'qlar. Ha, qani o'tirma. Biz bugun mahalligi pishqadamlarni yo'qlash, bizim xizmatlarimizga qanday taklif fikrlarimiz bor. Shuni bir egallab boqaylik deb kelishimizda. Yaxshi bo'pti. Qara bolam, men bu mahallada yashayotgani 70 yil bo'lib qoldi. Nurg'un kadrlar tushib chiqib turyapti-da bo'lmasa. Endi bu sen nima qilib berasan-da bizga? Bu savolni nihoyat yaxshi sordingiz. Bu qidim to'yga tushgan kadrlar amaliy ish qildi. Eldirayni bilish, elni moyil qilish, eliga naf yetkazish xizmatimizning asosiy melodiyasi. Voy, bu dehqonlarni millioner qilamiz dedingmi? Ko'rsak uni bo'pqala. Meni ma melodiya deganim xizmatimizning yo'nalish nishoni deganim. Sizlar bu ma'lum pishqadamlari. Bu mahalni yaxshilash uchun yana qanday xizmatlarni ishlash kerak? Shu sizlardan bir fikr olaylik deb kelishimiz. Voy, yaxshi. Qara bolam. Endi bolam rost gapni qilsam, biz cho'nglar nurg'un ishlarni ko'rgan. Hozirgi sharoitimiz bo'lsa, burunga qaraganda osmon zamin farq qilib yaxshi bo'lib ketdi. Endi bu ko'z oldimizdagilar gapni qilsam, mushu yo'llarimiz Ertiyaz kunlar yağmur yeşildi, şunda patkak bu gidettiyken emdi qara, kalaşlap bitip qalsa, şu patkak qurugan vaqtida aran evalattık degine. Mana hazır yollarımız maylaşıp gitti. Ayağını bir maylap koysak, onun hiç kim pakrap tutar emasmi? Saatga, bu oyunu özünüz silib aldingizmi? Oy balam oy, ben bir katak salamayma, bu oyunu qandoq salamayman? Demek bu oyunu Bu oyunu çelişte bizim o tinç çıkardı. Hükümet emin uy kuruluşuna kirgizip yardım verdi. Şunu olan bana şu hayvan saraylarını şey oldu. Şu hükümetin emin uy kuruluşunun faydası bilen bizden bu mahallede konu öyle hamidi kara. Oyunu kötü mü? O kızıl kaldır oyunu mu? Nakş şu. Hem de bu oyun kimin bakıp gitti? Kelgisinin çoğu apanı oynuyor şu. Mübarek olsun. Yakında toy oynaydık elimizde. Şuna geç gündüz ballarını insanı tırlavatkan gepler bu. Şunda. Bu yeni oylardan yağmur işinde hatırlayacağım sizde. Hatırlayacağım balam, hatırlayacağım. Şu rahmetli çoğu ana boğan bolsa, şu oylarda oturattı. Ko'nglimiz vardır. Ko'nglimiz var. Baba, neçe balamiz var? Benim üç balam var kızım. Çoğu oğul. Bunu Tallah Bazır'ın içi atkını şu. Bunun soğuduğu pek ip var. İkincisi kız. O Abdülmuraylı halk hükümeti dışlaydı. Hem de kendisi... Kendisi şu? Onun gibini kırmakına bana. Onun gibini ben sana kiyerek de bilemem. Ballarımın işi de ne yapıp çıkıp bağını şu. Tutuvağan bolsam zər. Qanmaşmağın bir lafım kim. Oy balam ne oldu bu? Özən gözən sözləb qapsan o. Canım apa,
Ben mahalleden köçüp gideyim ki. Voy bola, bizning mahalda kun baldur chiqib shuni uxlatmatam seni. Vay canım apa. Endi sen mi meni o'rin demakchi ma? Undaq deymidim bolam zat nima ko'chsa. Ama qamlashmagan laqam uchunchi mana. Voy endi u mu o'rin, bu mu o'rin? İşlisimi şu, işlemisimi şu. Endi qopab, endi mahalga kichik bala qoldim men. Voy bu hozir men kelvatsam uyga men mahalga uşaq balalar o'ynatib turdi-ne. Shuni masligim kelib, akiltib qo'ymayman ularni. Nim deydi bolam? Shuni qopab bola nim deydi shu? Biz baqqan to'qolar. Tug'anmaydi tuxumni yoki doğrab qoldimi? Davud degan o'rinni dedi. Tutib olgan bo'lsam, to'qoni jundigandek chashni junditatdim-da. Niye qamlashmagan laqam deyman-da, jinim opa buni. Jinim opa, endi bu dadamdim, nim bu bizga qoldi deyman-da, bu qamlashmagan bir laqam. Ey bolam, bu-chu dadamning oq ko'ngil, ishchan, parasitiga qo'yilgan kinoya. Kinoya gap. Kinoya? Voy bolam, kinoya emas, kinoya gap. Aşı ballarning deginingga qopolmasak oldi ekan. Vay, opa sen manda desam men ras ko'chikdim ajmoamdi. Voy. Bolam, bu qanday gap? Bu bizning Abdul cho'ng dadangni bilasan-ku? Bilma? Shu Abdul cho'ng dadang mush malik kelgandi-chu, shigining oldida bir tip egiz qor yog'ishyapti. Hamma maldikilar-chu Abdul qor yog'ish dedi. Shuning bilan ochiq deb qor yog'ishni kesibdi. Kesibotganda Abdul ko'tak dedi. O qara. Ko'takni ochiq deb ko'lib shu Abdul godang dedi. Ochiq nadin keldi, shuning o'ylansa kuch ketdi men. Ketgandan keyin Abdul qo'shqon dedi. Voy. Shu qeyrig'an yani yenib keldi degina bu maliga. Yenib kelsa Abdul ervo dedi. Voy, bir ömür laqam so'rab yuribdi-ku Abdul cho'ngdan menda. Laqamdan qochsang, o'shunda bola qolsang, bola. İşqilib, nimdi sen de apa işqilib, men pek to'ydim bu laqamdan. Unda dema bolam, bo'ldilar. Bu gapni tugitaylik, bolam. Nim tamoq yeysa, tamoq etib beray. Ketmigina bo'ldi bu issiq azman izi. Yana shunda deysan, polo yeyle, polo tayyor. Men polo etib berman bolam mana hazırlab pishidi, jima bolam. Asas qatlamam, yoshlarning tarbiyalash ishlari qanaqroq bo'layotidir? Voy, shunda yaxshi degina bolam. Hozir yuzimizda ish kutib turgan yoshlarni-chu, har xil kurslarda haqsiz o'qityapti degina. Mana men xo'shtamdan bir qiz bo'ladigan, shu kursni bitirib chiqib, shunda saypon bo'lib ketdi qara. Mana men og'ilamning istini shu tikpada. Shuncha qildi. Ana. Soatga bu yil qancha ish kirdingiz? Biz yil 72 kirdim. Sizchi? Men bu 70 ga ulaşdan bo'lam. Undaq bo'lsa, ishkanlarni ish cho'yib qolibdi. Og'ir silahlardan xoli bo'lolmaysizlar. Mushtaq vaqtlarda tashkilga sizlarni kelib yo'qlab turamda. Yo'qlab turdi, bak unda yo'qlab turdi. Qara burunlarda biz og'rib qolsak, qo'ymaydan boshqa nimamiz bor deysa, bo'yon quloq aralashib maylab yetib qoladi. Atiganda qolsak, takiylamay qara. Voy ras, ilqi nima qilish davolashda? Hamkorlashib davolash. Shu. Bu mengo pensiyada bolam. Burundan davolanishim bor. Endi ba'zilar mush hamkorlashib davolash desa, burun qo'qqan dedigina. Voy, yaxshi tursa, nimadan qo'rqib deyman Savodga. Voy, nimadan qo'rqatdi? Hamkorlashib davolash desa-chu. Mushu doktorlar o'lash kirib ukol saldigan o'xshaydi deb yuribdi bu haqdagina. Mana shundalardan bir nechtasi bu og'rib doktorga yetib qolgandi. Buni rasxodni hukumat chiqarib bekoga degan daxil davolanib chiqibdi-ku. Mush xo'shliqdan besh ko'k yetibdi qara. Rasoy, voy. Bu hamkorlashib davolash deganing bu doğru hukumni ko'targan bilan buni yeb ichganni ko'taman-da. Qiziq gap qilgansiz. Hozir partiyaning siyosati yaxshi. Buniki bo'shlarmi bo'pmi qolar? Bu maldiyani saqlayotgan qanday masalalar, qiyinchiliklar bor? Qiyinchiliklar yo'q, bolam. Bir necha saranglar bor. Bir qism saranglar qara, o'sha xotinning ustiga xotinni erilib boqmay, bolalarni yetim qilib yuriydi.
Birinin cidilini bassan biri, birinin cidilini bassan biri. O kudiylik, koşmaylık kalemdekla. Hanta sarar mı ki? Yani diyor. Ha hükümet yardım kılıp yeni öysey bununla dese. Ha bizden məhəllənin tövendikilik reyim sapra degen yana azırak turup dursak. Bütün pulunu hükümet özü çıkarıp şu öyle hükümet özü sapırdı dep tatırlık kılıp ta hazırgıcılık bana şu konu öyle oturatmam da. Öyle mi? Buva, uyuңuzga planlık tuğutluğumu kıremdi. Ne deydi oy bunu kızım? O İslam'ın öyle kırgıcılık koçudu birisinden bunu sağıt tuğudu dep anlamağansızlar ha? Keçiren saatga xizmatchi gapni xato so'rab qo'ydi. O'zingizning turmushida qanday qiyinchilik ishlar hal qilgan? Şu işkilci bandı ipli olsam bulatlı o. Onu bakma kalar. Çak koydum. Balam çak koydum. Bende kıyınçılık yok. Bizden bir tukkunumuzdan kıyınçılık var. Ne de? Bu tukkunumuzdan bir kızı vardı kara. Okuyup koyuptu. Oy demiş bo'pti ki? Oy o tukkanın kızı hem de 16'ga kirmegen kız değil. Keçip koyup demez mi o? To'y qilish ishi to'shmag'anlar nikahlansa qonun oldi javobgarlik tatil deb aniq belgilangan tursa. Yurib ishlarni qishig'i bordi. Ne gideysen oy balam oy? Atqini o'ziga kirib, qizni qichib ketgan yerga bordi. Ular qonun oldi javobgarlik tatib qolmasa deyman. Oy bu hem de bir oran kege vaxtida baldırın bir etken çay olsun içip mağmam silahım diye. Bu ish pek muhimken. Çayni keyinroq ha? Boptu onda olsa pikavun vardı o. Ba. Bu Müslümanın var, benim işim taz yakşam başlıyor. Oldu, ba. Radyo ondan da açılıyor. Dada kita pakai isa. Aduh. Dada. Oldu. Ne kılarız ha? Ne kılarız ha? Bah. Oy bunu partok Mehmet'e yanaşkan ha epey sıkıntı. Yolculuğunuzdaki işte kemepti de. Vay dada çakçak kımığına. Ne kötü? Ballarının düştüğü mehtap paliti bakın tu. Onca bunlar kiymek bir mehtap pazar çıkarttı. Hemsini kip kalsa koşuk içip ketmişsin dep tamak dayalavatı mı? Oy buğdaydan bağlısı karnı su içipti dep şu öz nefsini dep müştakip gitip kalsa akçan. O senin içinmiş koşuk içip gitip kalsa ha para cubacık okşaş. Uç tumışlıklarını yan süpürüp gidiyor balam. O degen Ferhat Bacı, ben degen Salih Bora. Oy balam oy, senin müştürkün çok, kuydurun. Aç Ferhat Bacı'nın özü la zaten. Oldu dada, kolunu juyup hem de daskan gel. Ne koşkun diye astalı olgan balam, oldu. Yukarıdan kelgen kadir yeni kirkit battı. Bazağa bir meyme kavuşmamdı. Ey balam ey, senin bu hıyalın yep içinde kattın başka hıyal yok mu? Ey sen bu şu ikilik kalıp okşaş, okul karab durmay. Ma beşini götürüp bir yakın nazar sal senin balam. Korak girsem görünmedin. Üye girsem yok. Mantıksını. Halçindemni üye kıçkırtga okşaydı değil mi? Hey, undağız haşmaydığa işte kımam sen. Şuna ulan, o kadir balalar ne vadınlar? Oy balam oy, muşu
partiya, hukumat yezi kanatdagi dehqon chorvachilarga nima degan yaxshi ko'ngil bo'lgan ha? Rost aytsa dada, haqiqatan ko'ngil bo'latdi. Buningdan bog'liq turmushimiz texim yaxshi o'tdi. Shundoq. Bizning bu mahallaga yuqori tezlik bir yillik tushgan kadr bor-ku. Ha. Voy, nima degan chechan bola o. Bak o qanday qilsam bu xalq uchun bir yaxshi ish qilib beraman deganni o'ylaydi ekan ha. Shuni ham u kadr bo'lgan. Nega bo'ldinglar? Voy, sana nima bo'ldi voy bugun? İşte bo'lmadi dada, ham deyman endi. Ey, sen meni kadr bo'lding, kulayotmaydigan sen ha. Vay, yo'q gapda qimg'ina dada. Ham meni demoqchi o'g'lim, endi nega bo'ldinglar bilib boqay dedim shu. Nega o'ratdiq bolam? Ben o'tganda sana dedim-ku, ilki Hakim Kağan'ın 16 yaş kirgan qizi qechib ketibdi de. Şu kadr bola bizim uyga kirgan vaqtida shu gapni dedim. Voy, cho'ngda da bu ish qonunga eng cho'ng xilof ishga buni oldini olmasak bo'lmaydi deb shu yerga chopdiqdigina. Shuning bilan qiz qechib ketgan tarafga berib, haskina tarafga xizmat ishlab, qiz to'y eshigi toshqandan keyin-chu to'yni qiladigan bo'lib yondirib keldik. Dada, yaxshi bo'pti dada. Demak, ishlar chiroyli hal bo'lgan bo'lsa bo'ldi-ku. Ey bolam, bu o'qigan odam degan bog'u alomat qoltis bo'ldi ekan-digina. Ras. Ila Hamid degan bola qara, o'sha hukumatning qonun farmonlarini bir so'zlab edi. Voy, yili qilib, g'ing qilolmay jinni o'tir qoldi. Ben abalıl deyishib qo'ydim qara. Mushu eldikilarning san'at resmatligini yuqori ko'tarish uchun mushu pat arada bir san'at faoliyati o'tkazmoqchi. Biyu. Qiyirgan chaqda artist o'qidi ekansan dada, ha? Voy, bolam, voy. Bu san'at degan bog'u bizdan qolgan sizlarga. Ey, birovlarning ilqi bir tutatan bir chasa Destiçi bulbul kondiken degan gapni anglagan bo'g'iydim. Anglagan. Ha, shu dutta tapirlarni mana biz chaqar. Senin dada, u vaqtlaring var-ku, yosh vaqtlaring. Hozir qeridan, hozir dutta tamir chasan var-ku, bulbul emas, öp-öpmi qo'nmaydi. Vah, buni qara. Oy, vaqti kelgan ko'rib qolarsan shu bizning payzimizni. Demak dada, hokim akamlar qizini yondirib akilib, azroq o'sim xotirjam bo'lib qoldi dedigina. Hem de o aslında söz çöçek buludu o bala. Şu. Aynı vakti demençi onunla. Oy hakim bunu kızımı obda oku desem kız bana okup ercalığa çıkam diye. Bunu dikkaçılıkım karşı bir de deyip bana taz ondan karıştı bana. Hem de o'zim kechikmaydi dada. O'z qizni var-ku, birer tarbiyalash markazida o'qitib qo'ysin. Hech chiqmasmi dada? O şunda qildigan bo'ldik bolam. Bizim bana ait tilki kasbi tarbiyalash maktabi var-ku. Bo'ldi. Şu mektepke Hamid degan bola yo'l minib 2 yil saat o'ginib keldigan bo'ldi. Vay, Allah rahmet yaxshi bo'ldi Juma dada. Men shunda xush bo'ldim Juma. Deb obda ish qilsa dada. Voy dada. Siz nerede çatak çıktı da? Dada. Gözümüzden çıkmayotgan uyda birgina o'tirib, do'kondan chiqib, choy ichgach, birga kesinglar. Qarasam, ko'nglim ichib qolib, yolg'iz o'tirsan. Balam seningcha bu yolg'izlikdan qutulishning bundan boshqa doğrusu yo'q degina. Buni nima dada? Gapim faqat tushundimi? Balam sening mo'chining nimada? Voy, dada unutib qoldimmi? Qoldi-ku. Şu. Senin hamvaqtliqing bekor emaskanda. Voy, dada, bo'ldi qilma. Bu hamvaqtlarga maqsadimni uqtirib murodimga yetkicha quyruqimni qum bosadigan o'xshaydi u meni. Voy, assalom, Solih. Va alaykum assalom patamka. Qanday ahvolingiz? Yaxshi. At deganda suvdiqlar deb kelibsiz-da. Shu sizga azroq suvdi qilib beray deb keldim-ku. Davud o'z kasbimda. Kecha hech ishlamagan-da u. Voy, nimalarni deydigansiz? U kecha ishlab pul topgan bo'lsa, men kecha kunduz kiyim tikib, bunchalik jabbo tatib ketmatdim, Solih. Man qarang patam, unchalik deb ketgan. La golning g'imini Xudoyim qildi deb, u bechora boyqushqa sizga o'xshab pufti ishdik, og'iz chaqqan xotinni etib qo'yibgan, bo'lmasa qanday qiladi? Rostaysiz. Hamma odam meni patam vat deydi ekan.
Oş, neme deseyim hem de? Şu emas mı? Qarang, bunun bilan o'y tutayotgan 15 yildan yaqin shundoq vat qilsam, uning ash yavaşlıqda bu kam sarang'ib ko'chaga chiqatdim soliymi? Rast sizman. Ha, nima sizdan ha? Ma ishga baqqol yetib bering. Ha. Ma ichimlikni. Oy. Bugün uyda mehmon boqishmamdi. Ha, mehmon chaqirgan uyga. Davud og'illarni chaqirmagandi? Voy yo'q. Uchu hozir bekorchilikdan bekor bo'lolmay, yanchiqlarning astarlari teshig o'rilib ketdi. Ozroq pul topgan dinida bor og'aylarning birisimi qolmadi sali. Hey, shu. Mushundaq jahonga bu. Bor vaqtida puldiring. Yo'q vaqtida qarab o'tiring deydigan. Voy. Mama qatlam siz bilgansiz a? Bilmadim. Qarab patam. Hisoblagan. Hammasi o'g'il 120 so'm bo'pti. So'mni baldiq qilib deydi. 120 so'm bera. Ya Allah, pul ne danga uningdan. Şu pulni siz Davuddak nesiga ketmaydigansiz? Qiziq gap qilsiz-ku. U nesiga yeb mangan bilan, sizmi bo'sh kelmay, bu kishigin sochiq daftaringizdan bir bochika yezib qo'yasiz aqchan. Har oyda u becharaning nesiyalarini men to'lab kelyaptim. Hey. Mau narsalarni daftaringizdan bir bochika yezib qo'yibdimsiz? Maqaram patam. O'zingiz ko'rdingiz, men do'kon hech turishi bo'la. Ey Sali deb kirdingiz. Bo'liqi demak men dastlab qilmadim. Dastlab qilmay turib qo'y, nesi basak bo'lmaydi? Dastlab qilmadim da. Albatta. Hey Sali, mundaq yo'g'on do'konni ochgan odam, men naq bilan nesiga chidab ochimiz mundaq. Bo'lmasa, o'ylamay shirtam etibdiman. Bo'riq yo'ginib 10 kun etibdiman deydigan ish bo'ldi Sali. Yanda keltirasiz beni siz. Maqaram patam. Men siz degandek rost shu dastlab qilmay turib bag'in bo'lmaydi. Bo'ldi. Unda xo'sodi gap qilmay, serg'izingizga chiqadi elang. Mana, puli. Endi bo'lgan. Voy, yana nim bo'ldi? Voy, sotgan ketay patam. Men siz dedim-ku, dastlab qilmay turib bag'in bo'lmaydi deb. Voy, mana ikkita serg'iz ilib, ma pulni sizga berib, dastlab qildim-ku mana. Yetami shu? Özümni go'shini o'zimni yig'ida qo'rdim degamda. Yey, bir er kishi o'g'andek qo'rqmay bir turing a. Qarang, bugun kechda merdiki xotinlar bilan o'ynagan 100 ko'ylak bir chayimiz bor. Shu chayni men bizning uyda qilib beraman. Sizning xotiningizmi bordi shunga? Shunglashqa, choyning pulini epla. Siz yo'li qilmaychimi, Sali? Hargizdan sirma. Ma'qul men ketdim xo'sh. To'a. Oturup sen ne dada? Oltomay. Osmanda uçup versen bulamdı sana. Bugün hava arayı çatakko. Şamal çıkıp. Yağmur yağandı neme? Hey. Mas şıvırgan çıkıp kar yağmagan bir hoş oğunasın. Vay canım dada. Bir obdan kayfiyatını bozmağına. Qara, yeni nime üstel orunluqni aldım. Quraştırıp atып akep görüp bakın. Vay kötegine o üsteldirini. O degen senin baylıkın. Benim baylıkım emez. Ne? Oy biz perzentler var o. Senin hakiki baylıkın. Hay balam oy. O baylıklarını çoğu. Hakla oğulap tükütüp oldu. Kim oğulap gitti? Ben oğul tutmandım. Canım balam. Aldım da tursanla hesap emez. Kız balı çoğun olsa er kişi oğurlaydı. Oğul öğlense xotun kişi oğurlaydı degendek. Vay boldular. Meni tolu gep sanmay. Ma talla bazırının aşkına mı ha cüge? Ma gep ne? Sen demekçi olduğunu düşündüm. Sen Allah bir oğrunlup buldun xotununga demekçi mi? Dada, ma gep azırak işip ketdi ya. İşip ketken boz çoğu balam qara. İp koyup. Kündü bir koşuktun içip be. Ben kızım bu, sen ben kızım. Müşahidiren Allah'a emanet dada. Assalom, yaxshi to'dingizmi? Yaxshi emas.
Ya Allah, et degende bir yaxshi gapingiz yo'q. Yaxshi turdim desingiz bo'lmamdi. O'zingiz et deganda uyg'otib, ahvol so'raydigan vaqtlar kelgan vaqtida unidiki yaxshi turdim deyman. Bu beshingni yegi qeri. Bir yaxshi gapi yo'q. Voy, kina qachimda? Bolam. Birini lazım etadi? Ha, bolam, bu tatlıqtırımlarından bəginə öyüge meyman kelərmiş. Ben sizin ko'nglingizga tanlayamayman, o'zingiz tanlang, ha? Ha, bo'ladi, bolam. O'zim tanlay, o'zim tanlay. Voy! Qadiming muborak bo'lsin, dada. Hozir do'kon kirayli, jurak kirib baq desam, yuzdan kirmem do'konda o'tirib kiribsan-ku. Ey, menchu xohlasam kirma. Xohlasam kirmayman. Bu ishlarga uchun sen bir aralashib ketsang bo'lmaydi. Voy, buni xizmatdan nima olib kel, shuni yaxshilarini bir tanlab bergin sana. Ana tanlab bo'ldim, bolam mana. Ha, achchiq, mening ko'nglim achchiq. Dada, ben de hesap qilmadi. Oy, bolam. Dastlabni men qilma, oldirmay to'g'na. Bolam, hisoblig'ini necha pul bo'ldiki? Sizdan 60 so'm dada. Bu mening sizdan mehmon qilganim bo'lsin, hechban bo'ldi. Ichib tevirgan bo'ldi. Voy, bo'lmasa dadam degandek bo'lsin. Bo'lmaydi, bolam. Ola mana 60 so'm. Tanlab bo'ldim. Voy, hechban voy, ma. Seni, voy, bunu tiyinni olma deb tursam, yani ivatsan qo'y. Olmasa qanday bo'ldi? O Davud degan o'g'ilmi butun narsani nesiga oldi, nesi deb to'shib ketdi. Ham bunday narsani bekor berib bersam, hamma narsani bekor bergan bu xalq ishi idorasi emas? Voy, qanday qilsam qilgina bo'ldi. Voy, qiziq bu dadam. Hammani bekor qildi. Voy, Salil og'a! Voy, Baysan og'a qanday yaxshimi? Ahvolingiz yaxshimi? Obdan tutdingizmi? Xudoga shukr. Oppo'ylar hol qanday? Appa yaxshi turibdi. Hamma salom aytdi sizlarga. Salomat bo'lsin, salomat bo'lsin. Ha, Savutqam salomat qandaroq? Yaxshi turibdimda. Voy, rahmat og'ay. Shunday yaxshi o'ntab turibdi. Yurga, mayada bir narsa bo'pti. Ma bir tog'dan chiqqan qaraqat debdi, shuni murabbasi. Ha. Voy, o'shadiki. Savutqam. Yana xo'ram qo'shniga taqib qo'ygana. Voy, og'ay. Ne bo'lib avurib yursiz deyman. Jilda mushtanasi akilsiz, o'zingiz qilyapsiz bo'ldi emasmi? To'xta, aka, men do'kon taqibdi, ha, bo'ldi. Bu Raus cho'ng qo'yapsizmi buni? Shu, cho'ng aytib oldik. Voy. Payz bo'pti shumi? Ha, tak payz bo'lib ketdi shu. Ha, boldiringiz yaxshimi? Yaxshi, hamma. Obdan kepsa, og'ay. Ha, yaxshi. Savutqam uyda yo'qmi? Dadam og'aylar bilan shaxmat o'yinga chiqatdi-ku. Ha, aka. Oqsoqolning salomati yaxshi-da. Rahmat aka. Quloqdan boshqa hamma yer yaxshi. Efka. O'ylab qo'ysang bo'lmamdi. Voy, og'ay, sen hammadan degan gapni deyotsan-ku. Dadam unmaydi uningga. Kim deydi unmaydi deb? Siz so'rab boqdingizmi uningdan? Voy, endi u kichik odamsa sen o'ylab qo'yay deb so'raganga. Chaqchaqqa buni og'ay. Ay, uka. Yashinib qoldi, qara. Yanda bir odam ko'ngil bo'lib turgan bir odam bo'lmasa bo'lmaydi, qara. Uka, bobay menda bir bishorat qildimi? Bishorat? Ha? Onam rahmatlik olamda o'tgandan 10 yil bo'lib qoldi. Bu 10 yilda dadam onamni yod etib keldi. Biroq yaqin yoqi yolg'izlikni jilini qilib olgan bo'ldi-jimi? Mana debdi-ku. Qotnapman debdi-ku mana. Ashni o'zi o'ylab qo'y degani-jimi? Yana-chi? Yani bir kuni muzlab ketib bormaydi. Ha. Muzlab ketsam deb yo'tqonlarni qiylan qilib berdim. Ha. Uni kendi tekkili top ko'p bor-ku, shuna gapadim. O top ko'pini ishga ishitib tashlab qo'yibdi. Yana-chi? Yana bir kuni qara.
Muş keçiş yazsam, dünden çıktı tatlayamayken ben deydi. Oyda ondan olsa da bazında tatlı şey var mı? He. Aşına keppedim. Keppersen nüm deydim sen. Ne dedi? Balam, senin möçünün nimitta? Degende, dada, benim möçünüm kala desem. Şunla çıkken de deydi. Götke, bu ne? Gördün mü? Vaktida öylep koymazsan sen yani başka bir nesli okşutup etmesin cuma. Kaçıra işte çapsan. Ras. Vay be sen kallam yan bir gamı kirgizvettin de. Estağfurullah. Hem de şu uruktu kallavla oyuş baksam olken de bu işlemi. Çokum paralaştı mı? Ha ağay özümüzü kepekleyle oldu. Ha şehirge bir cümüsüne kelgen mi? Ha fikam. Elki bizim sayahat doğrunu bilirsiniz go. Oo bildim. Aşının yanında çoğurak bir жылgı battı kara. Ha buldu. Aşını kengaytip aşağı devatım kara. Azar sayakat adam degen bek çık kara. Ras. Şuna elki Davut Orun. Davut Orun ba. Aşında ballardan 4-5'ini tanıştırıp versen kara. Hizmetli uğraştırıp maaşını verettim. Bulam da. Bek yaxşı oldu. Bek yaxşı oldu. Oldu bu işlerde hatırlayacağım bula özen bir tarafqa ötme. Ha yaxşı. O dadam desem dadam hoş öptü etti. Mandak kepeysen ka. Senin bu işi çoğuyup kaldı ya. Hepimizin bu işi çoğuyup kaldı. Şuna o tağdı yürüyemezsin. Hop bunu taptınlar. Şekerip cemaatle arışıp ötken bolsam bek yaxşı oldu da. Şunda fikrim. Bırakçı, ben özlemçi yaylaqqa bak uzunub qaptım qara. Bir kun bo'lmasa tushimiz kirdi mu? Ras. Iliq ko'ngil mana bir maqol tamsil bor. Kuygan yamanmi, ko'nganmi, ko'ngan degan gap bor emasmi? Ha shu kulib qoldik emas. Estonlar emasmi? To'g'ri. Va mening ma uzun turarim. Va seninglar balang bilan birga o'ynayapmiz kunda. Sen uni taqqa chiqayotgandan keyin va kim bilan o'ynayman zerikib ketdim deb to'la beshimni ag'artib. Kanikul bo'lay deb qoldi-ku. Ashunga boboyni qara. Kelinni aş uzun turan başlap qara. Bizim aş yaqib başlap apırınglar. Azir paxlanıp pişib qoldi emasmi? Bir tarafdan avayigash, yaylaqni ko'rgash qaytmamsizlar? To'g'ri. Geçtiğimiz şu. Ustalla bazıları bir kavup bulanmaylar yine özden köydüm var. O tügümeydi qara. Ras. Işık o tügümeydi. Boboy ne? Bir gün ulanım çıkma aka. Oy, bugün bir gap deymen de bu qapma. Qara baysan ağay. Meldikiler baysan çay verme degende çayını qaçan berdi deb to'la debdigine. Fikam o jadimda bor qara. Kuz bo'lsin qara. Bir 4 cho'q qo'shqan beqivatim qara. Semirib ash iqtaq bo'lib ketdi juma. Yana kichik bir mozaybat az cho'ng'o qolib bo'lib ketdi juma. Kuz bo'lgan vaqtda taqdan tushib qara. Shayni avuz qilamiz juma. Bo'ldi chatay. Misik deb qo'yayman. Ana akama yemislar dag'ini. Assalomu alaykum adash. Voycan. Oy, nimancha esnaysan, nim bo'ldi, nimancha esnaysan? Voy, men deb ketgini esnasam, men esnadim. Voy, ya biz sening og'zingni ijaraga berib dedim-mi? Ya endi esnasanmi, adash og'zimda? Yetib bunda adab bilan esnaydigan narsa. Oshda yo'g'o ichib Afrikalik sukalstak qilib butun tishingni talashib esnamsan? Ağzımni yapamdım, açamdım, özümden ağız tutsa. Ve sen bilen neymi işteyme? Ve bir işini kısa. Vay. Bek yok ayıtversen çivin kırıktı. Of. Adışım bu çivin kremdi o, paş kremdi o, benim ağzıma. Vay zaten sen bilen neymiş vardı? Vay. Benim kısaklığına. Vay can. İnkin azraktı. Ey. Umur olup gitti. Kanda kanmagan uyuqa o. Nemi esnaş o? Şu canım ada şu keçiç. Kallay mı kan şunu görüp uflagandek bombudum deyme. Nemi düş görüp sen? Anda olsa
Hiç kimga demajima? Ha. Akşam tushimda o'qira. Top o'ynab tushibdi oxira. Anam keltirib, varatali turibdi degina. Ey tushundosimi? Aram oldigan ishdan qilsam bo'lmamdi. Varta dop deyalem tushmay. Nasurlarni ko'ngildim. Yaxshi ishdan tusha. Yo'q, nasıl tushayotgan sen bu? Mana. Ömrümde dop oynab bakmagan balı dersen bana. He? Canım adaş. Ben o sen degandek sorunni, aram ilishlarni tushsam, varataga top kirkasa, qanaqa qilsa? Ömründe birini dedin ha? Geldi mi? Vallahi aylanız abisın ha. Eres, mana gap adash qara. Ajab yaxshi esim kelib qoldi. Men seni tiq uyingni izlab boray deganda bir ish bilan. Meni uyimga. Ha? Ha? Ya adaş. Endi osh nesi pullarini suylab, mening uyimga boray deganmidan, xuddi men bir ko'chab ketadiganday o'zingcha. Va, mening degandim. Nesi pulni ish emas. Mana gap, men sana bir xizmat deb qo'ydim. Ha, ne diyeyim onu? Ne bu xizmat? Tog'ni yaxshi ko'ramsan. Tog'ni? Ha? Yo'da, xotinimni pek yaxshi ko'rinjima tog'ni. Voy, yaxshi. Bu sapolga manzaralari va o'yda qimiz, qiza, o ayronlarni ichkasa. Res. Bag'ara, yozinchi bog'u sana tog' turgan ish bor. Bir yoz? Ha? Adamchanmig'ina, adash. Yazıcım, mal oqamdin mi? Annem degandim. Ve kimsini mal baqsin dedi. Undaqa emas. Ma Beysankan bog'i qara. Toq sayot o'rnidan chiqdi. Qarshi bir qadam bo'lsa deganda, shu sen dedim. Qanday, Beysan? Va ketlar, nima deydi o mal? Yo, shu. Endi men qilmagan kuchkuchilik qilganmi? Qora tab qo'ygan xizmat etdim. Nima xizmatga deb ketmadi? Ey, seni bir adam kuchkuchi qildimi? Gapni oxirida olmadi qilganim ekanman u. Undaqa emas. Bunday qiliqi me'morlar qaytsa qaytanglarmi? Ayo, kelinglar, kaptirasizlar deb buni. Pul chiqdi, pul. Boshqa ish yo'q, adash. Shunda o'ngay ish u. Ha? Yaxshi kelibsiz. Yaxshimi, jinim og'aylar? Lekin da shu asta. Ha, yaxshi. Lekin bu romatizm kesilib emasmi adash menda? Ash taqib chiqsam, ash nam so'g'oqda so'g'itib qilib, kesilib adab ketmasin juma. Ey! Baramsan, bormamsan? Voy jinim adashim, borsam bu bek yaxshi bo'ladi. Lekin mana men romatizm bor adash menda. Men o'tgan yil xotin degan uyning zo'ri bilan paxta tagil berib, paxtaman so'g'ib kelib ketib, uyda bir oy yotdim adash. Bo'lmasa Paxt desam, so'q kirdi. Paxt etganmi? Yepinib yasam, so'q kelmaydi. Shundaymi? Bamsan bamig'na? Assalomu alaykum. Qara. Qadara qadash. Yaxshi. Yaxshi da. Tekka qapsan va. Deganda kimning kelgisi va sening bu tallavoziranga mushkullarda. Ha? Sening ma tallavoziranga keldi degan gap, yan chiqdiki bichar pulla qerindishdan orildi degan gap. Voy, yo'q, qilavergina. Va. Bir yig'izga qo'sh, 10 yig'izga qarab tursan va. Ha. Nada? Sorunda. Bu nada? Sorunda. Sorun degan o'rin degan gapda. Uning ustiga bizi g'uljiq sayatchilar qiliqsiz keldi adash. Kulliginglarmi ag'inam? Kulligingmi so'mdan aylandi, mangsim. Qiziq qilsan kelsan. Kulligimiz mingso'mdan aylandigan sening ma tallavozirangmi men? Uy sen meni hammaga puluchili bor debsan? Uy. Oshtoqlar bordu? Onog'imda bor. Borku. Biroq bu İslam kampanyacılığındaki iyilik halk çakçakçılığına vakillik kılanmaydı ulan. Ya biz bakma halkın köyüne değmeyiz kara.
O yüzden abruyu değmez. Mihmananın yüzü değmez adaş. Ama da atıyor orada gidip kımıkı ne var sen? Ma gibin bomba da adaş seninki. Öğrencimigine sadıgan kide öğrencimigine. Hey, makara. Muş gibi üçün adaş. Bugün muş talla bazırlık püttün derse haksız mı lazım etti? Uy. Koşup gittin ha. Attığında destek konuğa oturdu da bana birinin bika koyup koyup keşke soda kılamayı değme. Men tıllap otamıgın. Anlasın bunun aldığın neslim sen çıkara. Okuşma jilden yetipti men. Boğruğu yügünüm 10 gün yetipti ben degendek işi olsun. Bir stekdi ya, bir stekdi. Wa aleyküm esselam. Ana aka yaxshimi? Qandoq qahvalanishma, sishma, yaptiradi. Yana sen bu to'nilganda qilaman ku. Ha. Ilaq nima hojin? To'xta. Hoji emas. Baji devegi. Ha, baji. Sadığa gidip kam. To'xta, nima bajiti? To'xta. Berat baji. Akagina aka qo'lingni. Va, naq topdim. Voy, tonima deysan kelsa, tonimaysan Ya, kelsa. aka, biz vaqo qara. Sen televizor to'liq ko'ygashga, ma komediyalarning degan qiqas chiqyapti degina. Shuni esimiz qoldi ekansan-chu. Bu yoqqa qapsan, bir ishim bor. Voy, shu birsini izlab topamay ez qoldim qaramay. Kimning uyini izlamoqchisan? Voyliqi Tursun deb bir odam bo'lgan bilamsan-ku? Tursun? To'xtab, Tursun. Ha, Tursun Kallak. Naq o'zi. Odamlar. Qara. To'qmushi ko'rdingmi? Ha. Aylangandek kelyapti. Mo'shnondan aylangandek. Kira o'kirmaysan. Rahmat aka. Baqil. Ya aka to'xtara. Bo'sh aylangandan keyin nechinchi qo'radi? Birinchi qo'ra. Birinchisi ya aka. Baqil. Ya men qo'shma qil aka. Ya to'xtara aka. Sekund aka yana orqa. Ashu darvozasining rangi qanaqaraqdi? Qizil. Qizil darvoza. Rahmat aka, Baqil. seni. Ya aka to'xta. Yana o'tqatma qara. Ashu odamlar uy bormidi? Mantıqla aşağı o'zimni berib qarab baqay. Ha? Ya? Babamda pul so'raldingmi? Yo'qmi so'rab chiqibdi. Voy, yangi dadamdan so'raydigan bo'ldik-da, pul chiqmoqni testiga dadamda. Shu tushpaylikmi? Ay, Rasadaş. Bu narsalarni xapamay nesidaptiring yezib turgan bo'lsang, ben pul topgan kunim bilan o'tgan kunlar qo'shib hammasi biraqlam hisob qo'ydi. Jinim sadıgan kide adaş qachon pul topasa ha? Voy, odam unda xijolatchilik qo'ymasang-chi, o'tgandan beryaptim, bu da cho'qim beryaptim ha. Unda degan bilan sening nesiring 500 ga yetdi-jimi? Ey! O'ylashga yan bu yoqqani beriydi. Ey! Mehmet Bika, sana nim tez ketdi? Ey! Ben senden birkaç emas. Şu mağdur bak o, kotanı benim bir kavaktan alt kalan bak. Senden ağa nesilerin bak o, bir kalın terisini satsam da tölünüp pişti daha. Kollarını qachon so'yib, terisini qachon sotasa ha? Satma adaş. Naqara adaş. Mushu baqo, men sağa soskan tekshirlikchi berbatchimi? Man ishengina adaş. Şu mağanda eski boran jitlik etçi bir bitme. Akşilgan soskin yamap imipsan turayım. Voy, mana buluş betkin diye ben manını yapsam sağınım tez ketdi. Meme şu deftaydı ba. Kartızımdaki mema body yine. Şu sen hoşamak kılıydı de. Mehmet Bika, men o kalanını soyup töleme bu kazni. Sen nimen ola tölese? Meme sana şey 5-6 koyunu bekip terisini setip berme. Sen koyuyla terisini settiğince çişini saldırasan da. Meme yaşarak koyunun içine eğilip bu şıl köçürme de oturup. Senin derdin de koyularımı kabak yürüyürken de. Ey baldı. Tapqandı beri adaş. İşen adaş ya bana ha.
Hep Mehmet Bika. Ben bugün aldırıp kaldım. Ertesi gün kögülgün göstermeydim sen bir şey gelen. İş pul tapqanda unutib qolma Juma adash. Kırcan bo'ldi, xotirjan bo'ldi. Uruqdalni po'q yo'g'an deb bir egizga qo'ysab chaqchaq o'qishib turadi-ku. Hamdichu, bir nanning tepiga 10 man tepib yeb, ashuna sho'rib tuzangni maylab yo'qib topdi. Assalomu alaykum. Qaydar aka bola? Va alaykum assalom. Uy, bir pikasini aram qutulsam, o'rinni bir paydo bo'lib turgandi. Voh, qarag'an deb ketdingmi? Mehmetni debsa, ketib bordi-ku, lemshi va boshqa yoqqa qarab. Xo'p, bay o'tda adasha. Yo'qda qilaman-da, saliyo aram bir ish tushgan vaqtda. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom baldirim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom baldirim. Xudo, inim pulus bersanibdi-ku. Chaqchaq qilmag'ana balam. Atiyam dastlab qilmaganda yanchiqni ranjitib. Bugun o'qituvchilar bayramida shu muallimimizga sovg'at olay degan. Qara, umaqlig'ini. O'qigan odam degan zotni o'qiganni biladi juma mana. Qara deb ketdi. Ha, Saliya? Pul qapchi g'uncham bo'lsa, men berib turaymi ya. Vallahi bergan pulni menga bera. Nesi debdan to'shib ketdi. Qara deb ketganda mana. Voy, sening nesilaring menda tutug'ini yaxshimiki? Xudo bankada turganda qo'shib tursa. Bularni oldiraydi. Ana qizim. O'qishga sanatda. Muallim degan bog'u eng qadrlashga, hurmatlashga arziydigan insonlar. Mana qizim. Obdan so'g'ilinglar Juma. Ha, vaqtda. Biz mavduda. Maqla qo'sh. Pulni sening ayolchig'ingga voy qoldi qarag'ani. Maqla qo'sh bilaman. Maktabda inib o'tul imkonlar Juma. U yerga do'qrab yurma, botatonlar ansira qoldi. Bo'ldi shuni bola olmagan. Yo, endi qo'ydim endi. Qiz bola deganga. Ya to'xtab turg'da. Va bugun bayram ekan-ku. Ha, men xotin degan nemish bugun bayram deb qo'ymaydigina menga. Bayram bo'lsa qanday qiladdan? Qanday qiladi deysan qo'shani? Bayram bo'lgandan chiroyli yasinib, ballarni ilib, xotin ilib, daryoga yurib o'ynayman-da. Ey, sening bayraming emas, o'quvchilarning bayrami. Hay, jahliga mana u bayram ekan-ku, bayram bo'lgandan keyin orom oldigan gap, o'ynaydigan gap. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Voy, qadar aka ahvoling yaxshimi? Yaxshi. Kela. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Anvar kam shoir qo'y. Uzun bo'p ko'migi bormizni. Anvar savdo, taqid, majnun bo'ladi. Nima degan uzun ism bu aka? Bu ismni tatboqchi tinig'ing to'xtab dum tushmay yana. Chaqchaq. Bizdek mashhur shoirlarning ismlari poyezddek uzun, ayiqlardek hayvat bo'lgani afzal. Ha? Degine qadrliginim. Meni qayerlardan tanimay, tantirmay, manda tez tanımadın. Ha? Neyse? Hay nadan enim. Ben sana bak yukarı seviyede dep başlattım ben. Ceplerini sağ addilaştırayım. Meni kandak tanımadınız demekçi ben. Aşıma gap mı akamdı? Başını bak o. Mönşlük emsen mi? Hazır kökendeki abi. Mahallimizning guli, shoirda aka sen. Muşu küllerde, yıldızlar, zıbıngan, nur çeşit duran uzun tüllerde. Uykudan bidar halatta, ilham parizini koltuklap, şiiriyet gülistan'da şirini yığıp, közde xiralışıp, kulakla eğirlaştı. Şu an avazınızga sen de tüspür, yapılaşız gibi. Yürekten ayırdı bu arkasını Enver'e, yürek. Bayatın ben siz dedim bu. Ben ismimni, tahallüsümni defterdim bu. Şu bıçaktım siz. Kızık kese Enver kesen bu. Alt diyette adamın ismini üzerine koyarsan, kan atığın olduğu ne? Başından bunda bir dadamın özümde yumurta koygan isim vardı o. Ha bak, Enver. Ha buldu o Enver kim şahı? İşte değil mi sen? Ay bağdılar, nadam bilen gep kalışın, neme kalay. Aras, gep kılana inim.
Bayat men sizning chehringizdan nuroniy tabassumni ko'rganda qilib edim. Shuning vaji nima ekan? Deydi. Nima deydi? Ha bo'ldi, tushundim. Nima qildinglar demoqchi. Shunaqmi? Shundoq. Avaytdan shu ko'rishimiz sabab o'qituvchilar bayram o'tgan, shuni tabriklab kuldik. Qo'shib kuldik, qo'shib. Tushunishdi. Qaraganda shunaqa ilhomlar ta qitiqlab uyqungni keltirmoqda. Mana bugun kalendarning oltin varaqlarini varaqlasam, o'qituvchilar bayram ekan. Shunga men ustozim yo'qlaydi deb shunda aslimidim, ko'zimga qiyondek yoshlar lo'mildashga boshladi. Ani shu o'qituvchilar xuddi quyosh insoniyat olamini cho'lpon yulduzga yo'ritgan ani shu zoti muboraklarni alohida yo'qlab bu yerga kelishim qadrli. Va yaxshi o'tdi, yaxshi o'tdi. Biroz otandikimi qas ustozlar? Happali, mana. Endi siz nadonlik ozganlardan aql orqalarini eslab chiqdingiz. Adinizda ahvol yaxshi. Yaxshi. Sodingizning ahvoli qanday? Buni sodisi yaxshi, hozir kundan kun yaxshiladi-da. Mana yangi keldim mana. Maqara Amerika. Maqara aka. Mushu sen bana nesi beğenmez to'g'riliq. Yemas to'g'riliq ishki misra bilmaysiz aka. Nadan valla she'r shundoq osonmi? Ha? She'r yozishni shundoq oddiy chalavatamiz. She'r yozish degan bir onaning bir bolani jon talsitib tavallud qilgani o'xshash, basi mushkul ish. O olana tushkunchimi bu? Va onda bo'lsa-liqi. Ma bizning yurtdan chiqqanliqi shoir akamiz. Liqcho aka. Mehmetjon. Mehmetjon Rashid akamiz-mi? Undo'sa, shu millionlagan tavallud qildi-da. Albatta shundoq bo'ladi. Demak, bizningki har bir misra ustida tafakkur qo'lloqlarimizni haydab, uningda durib gavharlarni so'zish, xuddi jinnilar quduq qazg'ishish basi mushkul ish. Shunga men she'r yozishdan avval 2-3 kun tuxum ekib, o'zim rosa kuchlantirib olaman. Ana endi necha deb kelsinmi? Bo'lmasa, param bunda uchib ketadigan ish chiqadi-ku. Maqara Amerika. Seninki doktorxonada yetib qolmay saf salomat turib, Nesiga degan she'rni yozib berishing uchun qancha tuxum ketadi? İlim ahlilarının qadrini bildiren balbasiz. Lekin laqimimni atig'ingiz bo'lmadi. Bo'ldi. Sizni kechiradi. Kechir. To'g'ri. Doktorxonada degan o'zgarib ketdi sharatimiz. Aqlim meyranda. Mushundoq bilimlik, mushundoq so'latlik mana anorakimiz. Mushundoq qilsa sarang deydi. Sarang degani udulardan demaymiz aka. She'r yozsang sarang bo'lamsa, sarang degan sendek olmaydi-ku. Ya seni nima sarang deydi? Bu sarangmi? Sarangsiz bo'lmaydi bu akamizni. Sarang. Bo'ldi. Voy, sening laqimingmi, mening laqimimdan past o'rinda turg'isi. O o'rinliqning bandisi. Voy, Qopimga aka bu. Lekin aka, mening laqimim menga bek mos kelgan. Men unda qanaqa men bema'ni ishlar bilan yurmasdan, men jahonning huzurini surayotgan o'g'illarga biz. Men qara, delakda berdigan tuxumingni men dadamni yo'qlab qo'yay. Mening tatliq esim bor degani, tezroq adamning tamiga daxil bo'lmasa bo'lmaydi. To'g'ri. Amerika. Mushu Nesi degan she'rni yozib, meni qo'limga tegadigan qancha kun ketadi? Bu ishga bog'liqda. Birisi ilhom parisining meni davomli yo'qlab turishiga. Ikkinchidan, mushu tuxumimning yarlik yoki yarlik emasligi bog'liq. Bu tuxumni sali yarlik deb akirgan bu tuxumni. Shundaqmi? Aka, mushu tuxum yarlik bo'lmasa, she'ring qandaroq chiqadi? Butunlay nachar chiqadi. Unda bo'lsa, jing yerlik tuxum bo'lsa-ku. Jing yerlik tuxum bo'lgan bo'lsa, nesi degan so'zni o'qigan har bir xaridan nesi qilishni qechib, naqd to'laydi. Anda bo'lsa, aka, sen ma tuxumni ishmay turib, ash yerni yezib. Nima bunday deysan? Voy,
Sen öyle bak. Sen bu tuxumni işçiylep, şeerini yazsaq, bu kopap tamıq çaplap qoysa, mağın oxşaşmada nesiga, näse aldıqanlar kirib, tamdiki şeerini göz jini chiqib yazgan aqlimiz. Voy, tunlama beri, tunlama beri. Nima qilsa? Yolmas, izg'in qaytmas. Yigit so'zi deyin debdi. Voy, hozir degan gapingni yena olamsan de? Yenolmayman aka. Men bag'on shu nesichilarning nesi ammasi uchun, nesiga yemaslik uchun shu qoshdan akagan eng yalik tuxum bor. Shuni beraman. Valdi, chaqchaq qilma. Darvoza ochiqda. Ochiq. Dadam yo'qlab chiq. Obdan. Bo'pti. Vaqa ko'rishtirlar. Maqila, ha? Maqil. Ya, qiziq gap bo'ldi-da bu. Xuddi bu so'radigan laqamni men qo'yib qo'yganda. Ya, mana bu ta'm yaxshi. Balla bir tit qilsin juma. Xotinni tetib tursin. Maqil. Nechun qiziq nima bu? Xap. Nesi degan she'rimni puta. Yaxshimisiz? Huzurlar ustoz. Voy, kel. Voy, bo'yliqi Anvar qo'shoqchimi nima? Voy, buni chiroying nima bo'ldi, voy? Havuning kaydak bo'lib ketibdi. Ey, huzurlar ustoz. Men sizning hal ahvol so'rayda chiroyimga tabassum nurlarini yog'dirib, sizni yo'qlab keldim. Lekin ikki ish mening chiroyimga bu tabassumni paraqtam qilyapti. Voy, seni Urumchidagi yiliqi doktorxonaga davolanib ketibdi, davotatdi. Tek saqaymaga o'xshamamsa. Voy, oldindan kelib o'taqila. Uni dikin seni paraqtam qilayotgan zodi nima ish yo'q? Kela o'tiran. Nima javob beraman? Men sizga davray. Qarang, biri mening buyuk nomi-amalimni to'g'ri atmadingiz. Seni nomi-amalingni nima deb atsam to'g'ri bo'ladi, voy. Fikrimni hozir Anvar Savdo Piroqi Majnun deb atagaysiz, ustoz. Qara, ya 80 ga berib qalay dedi. Buni mengilardi-chu, hech kimning haqqi qolmadi. Unda qo'ygan ekan, seni bunchalar ismingni qandoqmi deb bo'la olayman, voy? Buni to'g'ri tushunishga bo'ladi. Ikkinchi ishchi. Bugun o'qituvchilar bayrami ekan. Men sizdek bir ulug' ustozni yo'qlab kelsam, siz mendek bir yetuk shoirni qo'shoqchiga deganimiz qolmashmidi. Men buni qattiq e'tiroz bildiraman. Yana-chu. Men degan bir shoir anglashimcha mening she'rlarimni nurg'un bazmi barobatlarda mashhur shoirimiz Muhammadjon Rashidning orqasi qo'yiblar. Meni maqtab turmish ustoz. Voy, seni maqtagan qo'y saranglar ekan, voy. Dedilar? Qara, uka, men hozir mana iri xalq qo'shoqlari to'plamini o'tiribdiman. Sana desam qo'shoq degan-chu, sen davatgan she'rning javhiri. Ben nurg'un gazet jurnallarga mushtariy bo'laman. Shuningda e'lon qilinayotgan shoirlarning she'rlari-chu, amaliyotda sen ko'zga ilmagan ash qo'shoqlarning qo'liga suv qo'yib berolmaydi. Yo'q. İlham tarisi bana ata qilgan bu o'tproqdan men hargiz kecholmayman ustoz. Gerçi ben sizden sözlerinizge qayil bo'lmasammi, boshlang'ich maktabda bana til adabiyot berganligingizning 100 xotirasidan sizni butunlay ato ayladim. Shunda qilib doktorga berib davolanib keldim-da. Anglashimcha maldiki ba'zi bir meni ko'rolmaydiganlar meni sarang bo'lib qilib, saranglab doktorxonasiga berib davolanibdi deb orqamdan gap ketibmish ustoz. Men xotinimni qo'yib o'taymikin deyman. Voy, nima deydi buni odam xotin ololmayotganda? Sizning kesalingizni topdim ustoz. Nima kasal ekanman men? Siz bog'u yolg'iz surash kesilib kirib turib qolibsiz. Ustozim, sizni darhol o'ylash kerak. Yashab ket o'quvchim, yashab ket. Rost, sizni bog'u hozir o'ylash kerak. Yaxshi, yashab ket. Qo'yma qara. Oy, seni o'z doktorlar yaxshi davolabdi jimo. Oy, meni o'qituvchilar bayramida yo'qlab kelib, ko'nglimni eng xush qilgani oy sen bo'ldi. Sen-chu qara. Bizning buni solidimmi? Aqlli qolib ketibsiz jimo. Kimdan aqlli keldi, dada?
Oy, Anvar aka, qanday olamiz? Yaxshimisiz? Yaxshi o'tgan. Odan turibsizmi? Yaxshi, yaxshi. Sana turibsizmi? Dadam o nem dedi aka? Belekse hoş qilibsan o. Ko'ngla bimarning dardiga bimar yetur debdikan. Qara balam. Enver Kan bugün beni yoklap kirip qara. O şunda hoş kıyvetti. Onun üstüne bunu tukumlarını evar olup ekirip demesme oy. Hey, menden keyin kalsam onun bilen ortadan ötkenci mi olur? Oy. Ko'ngilni yerib qimig'ina dada. Sen bak o 103 yaşkırsan. Ey nadan elim Salih. Dadanın tökken közüşünün vecin düşen sanki köşkü. Nemin düşünme? Vay boldular. Sana şen desem berber anlamayısın. Hoş. Buzuk var ustazım. Bana. Oy. Tamak yapmamam sen. Açta kılmayın aka. Hoş. Şunda qilmaydi aka. Tamoqni hozir tayyor qilma. Rahmet sığındım. Hoppe. Rahmet. Hoş. Ben sana desem, adamı öyle koy demek istedim. Çendin mi? Bu ne lan? Hey nadan, ben sana nadan öyle koy ne çıktın dedi mi bu? Karabı tuttu. Abla, ne nadan öyle? Hep ne şey diyen şiirini yazgan Tun, dadını yeni kaptı o. Aç Dadam beni tuxumda yo'qlab kirdi, qo'shib olsa, sen kirib tuxumni ichkazsam, to'z qamlashmasmiki? Eng yaxshisi men sana do'konda ib beray aka. Shunda qilamsan? Ha, ana jura. Tuva dada. Buni Anvar kam shoir rosti so'rab qoldim nima? Ey sen qo'shimcha qilsani meni qilib boqsamamda deydi. Şunu digimni qıpaqamsi ya. Ha? Oy Feratoy. Oy makagina balam oy senden soraydigan bir gap var. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Savatga qadag'onim. Anda teslim. Abdug'anika yaxshi turatamsan, ahvolanishma, yaxshi turatamsan. Oy balam oy. Sizlarni bu cemaatinglar bak nomussan cemaatchimi ha? Bu yo'lmansanglar yaga qarab ma'zlar demoqchi. He, sizlarga o'xshash ayollar o'g'izga ochiq qo'yib ustimizga qoqsamaydi. Sen qavarishku gap tepagini bo'lmaydi. Oy na'mangding? Shu dadamni nig'mongan. Yo'qlab endi kunda yo'qlab qilmasak bo'lmaydi ekan bu endi. Yo'qlamaydigan amalni qilmamsizlar bro. Qanday amalda ekan? Nega aytolmamsan? Hey, akami dedimsa, akaldim. Tumaydi ekan shu 2 kunlik turdi. Voy aş o'yinlar ko'zim ko'rinib ketyapti. Apang rahmatli tushim kirib qopti deb ash ketdi ekan. Tushaniga nimaydi ekan go, saatga bu qiylarni. Hey, qiylarni tushunmoq oshtas emas, qara. Bunda kallangni ishlatmamsa, o sening uchun dadam kichik vaqtingda bu bolamning kallasi tal jiring emas. Cho'g'anda qandoqni jinni baqa deb ansiraydi. Mana golning qimini Xudoyim qipti deganda qara. O sen bu çakçaklar olan elin dastıkın döküldük içilip şümemse bana. Ras, mucu jiring dese bir iş isim kıyvatı. Bu küçük vaktimde mucu kallam rac ayda jiring emezdi. O işte kısmı buzuyup bakan, ma işki bursunu buzuyup bakan. Bazardan çamgaya gelsin lobaya köyde bujundaktım. Şu vakti da alağelerimin hemmesi birden kurum şekli kiyip gitti. Benim şu şekil kiyip gelip dadamda pul sordum. Ya dada, ağırlarının hemmesi kurum şekli kiyip gitti. Ben birini alaycı man pul vergine desem, dadam, ha, neçke o şepke deydi. 50 subke desem dadam tıp gitti. Cinim balam, senin peşin 50 sumluk baş emez dedi. Ay, bu ocak mı tıkam? Yap mı kep bak, aman de. Hazırca yalnız sırap kaldı de. Şu. Oy, muş kıyırgandı, koturdum ağrımısın de ha. Oy, adam ki bek tez kilidi ki ha, kara. Ondan çoğumuş koturdum burunla,
ketken bu yaxshi ishkandigina. Bu ayollar xerisi qara, navr chavrni bekitma, kuni dedik ya. Bu Allah'çı. Oymuş işini bakalmaktan başka işimiz yokken o. Bunda. Bak onun tekimi yaxşı amalı var o. Qandaq amalda hesabladım. Böyle bir koysalar bulmam da ne? To'g'ri dedi. U muzokarani qildik. Uning xulosasi qanday bo'ldi? Voy sen nimaga oldiraysan voy, dadam topgan xotini saldi qanday. Oy balam oy, bizga hozir shu tema bek qo'shaqadigan bo'lib ketdigina. Sen anadan jiqiroq topsang, bizdek boytaqlarmi biraz aşamdikin deyman ha. Endi sen dadam olgan ayoldan mukofot chiqmas, shuni lavomsa. Qaysi kuni uyga kirsam, dadam akılarım bilan, hadlarim bilan qator o'tiribdi. Şuna dadam dedim ben, ya dada sen bir ayol taptın desem, bu dadamның çurağı külgücü geldi. Dedi taptı ayol de, dedi. Gelmedin. Netke işte duayke. 50 yaşında diken değişimini bilme. Okulurum hadlarim vurmadı. Ya qanday nima bo'lsin? Bu dadam degan 84 kirga tutsa. 50 yaşlık tukanı biz opidamdoq, hadidamdoq, singlimdamdoq bo'lmaydi. Ma dadam degan gap o'zini tutgan mo'maymi sunmaydi. Shundoq qudada. Biza dadam shundoq bo'ladimi? Yoma yoshga u 50 yosh bo'lsa, ammo o'zini tutgan mo'maymiz bo'lmaydi. Dedi. Bir kimdikin hadlarim akılarım chiqsa mana. Gepingni yeni bo'lgancha, bunadir davrda deydi. Oy, assalomu alaykum. Va alaykum assalom aka. Qandaq arpab, yaxshimisan? Bu yoqqa qapsa. Voy, nima kelayaptim aka? Atiga uxlab qolibman, nashlik qilmagandim. Pranikangni ilib idora bir nashlik qilaymikin deyman aka. Jinim soqqam soat 10 bo'lib ketdi. Mush vaqt nashlik qilmay, nerda qoldi? Bilmamsa aka, oqshom kecha so'rin o'ynab, yutqanning tiydi qoldim degan aka. Qiziqga qilsa-jima, kira. Nimlar O'zing tanlab olasan. Ana qarasaqam, unchi ranjib, unchi xafa bo'lib ketmang. Nima ranjiysan? Ya aka, deganda dadamdan birdan bu 10 ne oldim degina. To'xta. Birdan 10 man degan bo'lsam, noshta qilib bo'lsa saqal, ham yemshuyma. Endi bunday qilsang, sen bo'lsam tegishtimgina aka. Bilib turib, bilmagach bo'lsa ekan, solikasan bir. Va nima bo'ladi dadamda atiga bir sesishga olib oldim aka men. Dadam nima deydi? Nima deydi? Atiga men uxlab qolibman degina. Valla bunu kimin kiyip yüzümü çalıp bulup korsam biçare dadam terliğin çürüp gipti. Ağzına kez atıp geldiğine. Her bir de sigara hü kıldık ona. Yine kalkıp be dada. Ne koysa? Sen onu okuram. Çiçim ya satma balam dedi bana. Güzel. Oya. Bağırıp korsam ayak topa. İti olayda ön çıkılarım aktırsam latı yok. Dadamın yanına gidip ya dada. Yine onun latosu begine mi ayrım iti olay. Desem de koruydu. Buydu balam sende başka latı yok dedi kara. Kızım gülemse aka. Erpat aşk kapılı mı var? Yezip koy. Oy, ballarım. Oy apa. Ne işler kovuzları? Oy apa kilanga. Bekletip gitipsizler mi? Numar tayyorladimiz. Neyim numar? Opa, bizni maktabda bor, Uyg'ur xalqi bilan birlashib millat maktab faoliyati o'tkazgan bo'lgan. So'nda lilishkisi usul o'ynab chiqdik ekan. Oy, rasma. Benim kızım yaraydı, bek yaraydı. Ola, faaliyetga son usul oynaydik ya. Sen bir numar ko'rsatmamsan? Voy, opa, men qolaman shu faoliyatda. Men numar ko'rsatdim. Oy, kim numar ko'rsatsa? Yumor so'zlayman. Yumor? Ha. Akamdan tayyorlagan ikki yumor bek qiziqchimi? Oy, shundami? Unda olsa, mana shu yumorlarni bir so'zlab bergina. Bizimki bilan sen boshqalarni kuladi.
Eğer bizi güldüremizden başkalarını gülmeye cuma olur. Siz bana apa küldürüp tiyiliktir etmem. Onda hız bir güldür etkin. Bir günde Ahmet malum depti de. Oğlum şu mektepin kayını külecek ya karan. Bir bol düşüp ketken bollarına küldürüp tiyilik kılıp kaldı. Fakat belli gülmedi. Bu bolam çok obseyci olsa kim kelaş külecek düşüp ketken. Malum bu mentten gidek. Yeni birisini diyene. Malum Ahmet yan tuğusptu de. Sen soğuğat diye söz cümlesi. Dodam o şu soğuksunu götürüp sırt çıkarttı. Yok kıyını o soğuğat. Oy soğuğat diyen dodam soğukstundan mal ya. Bana ne oydu demiş kıvat sen de. Oy gider dede. Otur. Ançı mı çiğse yapıp şu. Hey bana. Ben tünügün bir yaman şükür koptum akara. Qanday yaman şükür kopsa? Hoş enimchi o. Bir tağның çok suğu çıkıp yığılavatqıdak degene. Ne tağның çok çıkıp yığılaykendi o. Dada, meni öylep koy dep yığılavatqıdak. Oy, öylep koymayız. Neme deydi oy bunu bana? Oy o iş aşındap asan bo'ladigan bo'lsa, o yığaş qılaqni burunlu öylep koymamtım men. Oy hazır bu jimib ketdimi yaqindan beri. Bir telefonmu qildimi sana? İsim kursun dada. Tünügün sınırla ikisi telefon qilib sana salam etqatdi. Şu ko'nglim tuyg'an mening. Ey balam, nima bo'lib ketib borsan sen ay? Oy sen burundan bunda hamma vaqt emasding-ku? Dada, bu nima degani hamdi? Ey balam, bir nima desa tushunmaysan. Birisi bir nima desa vaqtida demaysan. Bir nima so'rasa bilmaysan. Oy mushu kunlarda sen nima bo'lib ketding deyman oy. Buncham buni menga bir no'g'uchilik urib etmagan-ku. Qiziq gapirib kelsa dada. Nerede ayol kishi er kishini urgan ba? Vurman deb shundoq qo'lni ko'tarsa, dadamga deyman. Desam to'xtab qoldi. Oy balam oy. Bu inan bir chimib ketdi, hozir nima ish qilyapti? Shu tijorat qilyapman. Bir boshdan inglizcha o'rganyapman deydi. Ish qilib bu balaga men ish olmayman juma dada. Undaqda bu hozir ne turibdi? Bir parcha bo'rini sep ko'rikni ostida turibdi. Hey, tuz bekab qilgan tuz. Chaq. Hadisni uyda turibdi, hadisni uyda. Oy bu uy olaman degan vaqtida biz pul evatgandik-ku. Ha, deb ya. Balaning kendisi deb ko'zning ichiga qarab uni akilib kutib qo'ydim-da. Mana 40 yetay deb qoldi, tek to'y qilmadi. Ha, Rasay. Yugurib telefon qil. O darhol qaytib kelsin. Bu yil nereden bo'lsa uning to'yini qilamiz. Chiqqanlarni qaysi birisidan to'y qilamiz kimdan? Nima dedi ha? Ha? Nima dedi? Hemen telefonda qaytib kelsin dedi. Ha, qaytib kelsin. Oy bu kuyuğanning aydimi? Aytib uzun to'g'an bormi? Oy namoz qilmaydiganini qara. Voy mening mush ko'z oldimga kelib tursin-a kelib. Onun misalda bir qirqdak ish chiqib qolar. Chiqdi. Kirdigan bo'lsam, Talla bozorida o'tkazib beratdim men. Men bag'ol lekinning parnikiga mablag' solib shu ishni qilaydi ekan. Jinim balam, ashta qilayli. Ashta parcha qilib birishni chipli qo'ysak, o'nglab qolar, u yog'och quloq ey. Sadan ketadi, xotirjam bo'lgani bu ishlar cho'qim yaxshi o'tadi. Ha? Assalomu alaykum opa. Yaxshimisiz? Alaykum assalom. Assalomu alaykum opa. Yaxshi turibsizlarmi? Yaxshi. Yaxshi turibsizlar. Opa? Ha? Buvam bilan dadamcha. Buvam bilan dadam qayerga ketgan? Biz maktabga manguchuma kelammi? Keldigan vaqt bo'lib qoldi bola? Maktab so'zlariga yumruq berishga qatay keldi. Yumruq? Ha. Voy. Yaxshimisiz? Yaxshi. Ekranlar. Ne kadar tamam? Yigaba yaxshimisiz? Yaxshi, o'tiringlar. Lili姐你来了。你好，坐。Yumi? Ha? Azroq aytgancha qilaymi? O'yinlashib bo'ldi.
Lili, sen koyuyor mu? 谢谢阿姨，我吃过饭了。 Yemeği yok et gittiniz mi? Sizni fakat kömediniz mi? Pek aldırışıp gittiniz mi? Kandak? Akşam partem kılgan çayını kıramediniz mi? Yaqin yoq bek aldirash. Maktabni besim bek yig'ilishib ketdi. Şu. Bu aldırışçılıktan gepini kılma. Bizim şirket şunu aldırışıp gityapmiz. Leli'ye Uyg'ur chiqatiniz yutib qo'yma degandim. Shuni vaqt chiqaramayapti emasmi? Siz mi aldirashdingiz? Lelini ancha ish bolangiz o'rgatyapti. Yaxshi o'tdi. Bolam maktabga chiqqanmi yana? Bunda ishtonlarmi? O'sqo'la to'ydimi? Ha, to'ydi. Nima qilyapsan, bolam? Kira, Saudka. Udah, motor parang salahnya. Kepala. Bir ish qilmayram meni. Biz g'uljiqlar ajoyib taqilamiz juma. To'y to'kim o'ltirish bazmi baravatlar chaqchaq qilsa bo'pti. O'zim yutdim chaqchaq qon bormi? Shan parat shan qildim. Rahmat o'g'oning uyiga kirib patlidik, uyat chaqchaq qilmadik. Pat qildik deymiz. Oy tas qaldınğa ölümni külküge aylandırıp etkine. Voy, men kirsam Ahmad o'g'o yig'lay turibdi. Ko'rishdim. Men eslab yig'lab ketdi bu Ahmad o'g'o. Voy otam. Qanotim sundig'i otam deydi. Men asta qo'liga qanotim sungan bilan po'kuning saqlab qo'ydim. O'sha gapim bilan voy otam deb yig'layotgandim. Otam deb voy onam deb yig'layotganda. Bu Mehmet Bekan bizlar. Shu kelyapti yonimga. Ahmad o'g'o qarag'anada nima bo'lsam, qavatli yig'lab ketyapti. Mushu qo'raji ochninga miros qolamdi nima demamda. Hey, qara, senin bu ig'izing çok qara. İli qo'shmayla qalamga o'xshash ham yeydigan, ham deydiganli bir ig'iz oldu-ku bu. Bunda qada qilsa bu ig'iz deganing vazifasi shu-ka, Saudka. Shu balam. Benim demakchi o'g'lim, o ikki narsani odamning umriga o'lchab bergan. Voy deydiganni deb, yeydiganni yeb bo'lib, keyin yo yelanmay, yo dalanmay, mushu quruq umringni qama deyman ha. Og'zim ushmig'ina akasam. Voy Rasoy, buni menning tövendeki Yebbolga nima deyding? Yulka bu? Ha, paratol ikkimiz bir ishni va'dalashgan deb izlab yurdik seni. Biraz izlab yuriyordun. Ha. Yulka. Ha. Oy bu tafsilroq degilamoy kulyapman. Manda shugan. O'tganda Yulkamning ishqadan o'tib ketmasam, o'tirib ketdi bu odam, besh tushib ketdi. Bu nima bo'lgandi bu odamga? Bir ahvolni so'rab qo'yay deb. Yulka, nima bo'ldingiz? Mijozingiz yo'qmi? Desam, yig'lab ketdi bu odam. Yo'qmi bolam? Mamay sakrab tushib qoldi. Mamaydan arasam, qandoqmi qilaman bolam? Yong'oqchilikda tutib ketaman bolam. Deydi. Endi bu odamlar bir ko'nglini yasab qo'yay dedim-ku. Voy xotirjam bo'lsizlar, Yulka. Favqulodda shu mo'minimizga bir qazo yetib qolsa, mana men sizga 30 yoshga cho'kadi birini tanishtirib qo'yman deb qo'ymamdim chaqchaq qilib. 3 kundan keyin u mo'may tugab qolsa bo'ladi. Sizlarmi bor-ku patga? Patga kirdim. Kirsa bu Yulkam yig'lab o'tibdi. O'yinning o'tirdi. Voy do'stim, amalim yo'q do'stim. Voy do'stim deb meni yenimga kelib, voy do'stim deb menga yiliqini qanday qilding deydi. Voy bu haqning hammasining dadili
Meningkiga o'xshab ketyapti nima? Shunlashqimi bu mamaylarning boshi o'sib ketdi dedigina. Dada, nimaning boshi o'sib ketibdi? Go'shtning boshi o'sib ketibdi, deyapman. Go'sht. Shu bozorga olsam go'shti kilosi 58 so'm deydi. Sen bu kallada spaqalchaq deb yuraverginjimi? Yumi, chiroyingiz faqat yaxshi emas. Bir ish bo'ldimi? Qandoq gap bo'lsin berjimi? Lekin sizni xafa qilyapman deya. Yo, lekin meni bek qatırlaydı. Yaqin yaqib barnakni qurlaman deb bek o'ldirish. Biroq chiroyingiz pekli seriq. Mijozim yo'q. Ha? Qo'l kesilim qo'zg'aldim deb bek qo'ydim. Astagfirullah, Yumi. Darhol doktorxonaga bering. Salomatlik degan muhim tursa. Faqat vaqtim chiqmadi. Hey, Yumi, bunda qilaylik. Endi siz maktabdan bir ruxsat so'rang. Men sizni mashinamga sepdik, doktorxonaga bir ko'rsatib kelay bo'lamdi. Sizni avara qilamanmi? Voy, men qanchalik avara bo'latdim. Biz degan yaqin qo'shni tutsak, uning ustiga yaqin tuqqan bo'lib qoldik. Tuqqan degan undaq taklif qilsa bo'lmaydi. Sizning ishingiz mening ishim, mening ishim sizning ishingiz. Uning ustiga lekin shundoq aldirash tursa. Oncha bizning maktabimizda holat batdi. Chipolib ko'ynak gapiradigan faqat vaqtim chiqmadi. U ko'ynaklardan xotirjam bo'ling. Men ikkisini tozdek chiroyli yasab maktabga yo'lga solaman. Sizmi oldiryapsiz? Qo'ya qancha aldirash bo'lsa uchun, Alloh vaqtimni chiqirma. Leli tushdi bizga tomoq yesinjimi? Ha, mayli. Ras Yumi, doktorxonaga bo'ldilash unutib qolmaylik jummo. Aytma shirkatning ruxsat so'rayman. Sizga ming rahmat. Arzimaydi, xushnak. Shunda o'xshabdi bolam bu polo. Voy. Men bir uxlab qopquchi, lag'mining pologa o'zgarib qopti qo'ysining. Voy, qiziqkansiz. Opam pologa eng amroq shu polo aytdim. Bolam, sen muncha uxlavermay, patamga ha-hu deyishpa. Voy, qarasini opa uxlavermaydi. Voy, men shu yerda yotibman buningga, uxlavermaydi. Men shu boshqa uxlaganda uxlayman. Boshqa qo'pqanda qo'paman. Mana o'yg'ab o'tirman mana. Sizmi qiziqkansiz. Laqimiga tushloq bo'lmamdi bu. Hey, Bolam, bu laqamchi? Otim ras qolgan laqam bu. Bu dadamlarga bu laqam kinoya qilib qo'yilgan. Unda xo'sh, bizning Davud qilib kelganda oran amillashibdi-da. Ben bizdaga qolmasin. Senmichi bolam? Ha, ikki bolam inek taqshay dedi. Shuning sen patamga ha-hu deb bersan qanday bo'ladi bolam? Günüm apa, to'qim gapini anglayman. Va o'zi so'raman buni ha-hu deyish kelyapman. Endi ha-hu deyishdim deb bunaqa tikchilik dukunni qilib akalar ko'ynakni matchga deb o'tiramdi menda. Achu bir jiqilib uxlab qo'ydigan shu asmi jazim bor edi. Ish qilibchi bolam. Mening qilgan gaplarim qulqingda mekkan bo'lsin, ha? Albatta, shunda udajinim apa, men sening gapingni anglamay yerim bormi meni? Ha, bolam. Tamoq yega bo'ldimi? O'rin Voy, Xiljiman, yaxshi turibsizmi? Yaxshi, o'zingizchi? Mana emas to'doq mushkullarni qarang. Voy, qo'saq tozimi ichib edala. Voy, men alaytan deb tamoq etib yo'qlab kelmagan siz haqichan odamni xo'sh qilib. Sizga aytib kelmasakmi tamoq etib turadiganlar bordi. Men bu tamoqni-chu, Mahmud ustamning uyini yo'qlab mandim. Voy, bu endi nima deganingiz, Xiljiman? Bu oshqozon degan nima-chu? Kunda 3 ketim eshib turdi ekan. Uni shamolga uran kekirib yurishga texim bo'lmaydi ekan. Shunasi kelin bolalar etmagan tamoqni yeb yashayotimiz shu. Shuni yeb yashayversangiz bo'ldi ekan. Nima qilsiz bu tamoqlar bo'yinlar? Xiljiman, endi biz bu dunyoga shu tamoq yeyish uchun keldik-da. Ems nima keldingiz? Voy, albatta mehr muhabbat uchun keldik-da, qarang. Voy, bu yolg'izlik deganda mehr muhabbat degan nima bo'lmaydi ekan, qarang. Voy, yolg'izlik degan joniga bir ekakkan-ku albatta. Şunlaşkı bizden onun atı boğullarımız yalnızlıkını hayvanға bəsi deb to'g'ri aytibdi kendine. Mana biz hozir hayot safarimizning o'ttirlarida har ikkalamiz juftimizdan ayrildik.
Xeyirlikni bak qiynalib ketadigan odam qarang. Shu vaqtni ching tutib, balduroq bir olmonolab o'tmaymizmi? Yana shu gapmi? Bo'ldilar, tomoqim sovib ketdi men mangay. Qarang. Siz-chu, buni tomoqni opirib kelgandan keyin, onda men qoida bo'yicha gachchida bir elchi kirgizib boqaymi ya? Bizning uyni mol bozor deb qoldingizmi? Xiljiban, ondaqda men qanday qilaman qarang. Hijron o'tida kuyib pishibmishda yuragim zardab bo'lib yuraveramdi men. Bo'ldilar, men mangay. Hozircha bu vaqt emas. Vaqt kelganda bir gap bo'ldi. Xiljiban, birdimikin shu vaqt emas deydi ekan. Bir kuni bir to'ydi, o'ylab ketsam. Oldu tikivanmi buni. Qanday ola, Saidka? Yaxshi tutding oy. Oy, yelida yo'qdi bu. Buni chaq pedakmi deb qayoqdan paydo olding oy? Qiziqga qilsa Saidka, qara chaqchaqlaringni. Yosh vaqtingda-ku kuyayotgan bir payt o'tgan-sa asli. To'g'ri deysa, bolam, to'g'ri deysa. Bizlar yosh vaqtimizda yemasam bir poch o'tdi. Mana hozirchi Hastaya turab turmasa yiqilib tushadigan porko'takka aylanib qoldik degin ha. Hadi gap da'vatsa aka. Porko'tak mo'g'u vaqti kelganda shunda kuydi-jumi. Porko'tak ko'ysa, ish ko'zanga kirib, vajimoni chiqarib atmasa yana. Ey bolam qara. Yosh vaqtlarimizda bizning fayzimizni dadanglovli tazi ko'rgan. Shu chaqlarda biz uning bilan yaqin aloqani edik. Uning umri qisqa bo'lib qoldi-da. Bo'ldilar. Bunda ko'ngil g'ashuldigan paranglarni qilmayli. O'zimizning kepik kelsak, balam musiqandan beri ko'rinmayli qolding-ku. Savutga uzam bilsa. Men iyilik tiklayman deb idordan chiqmagan 3 yil bo'lgan. Jiq izlandim. Lekin nima qilig'ini uqmay oxir izlab topdim. Yaxshibdi. Voy rasmini qizing Leyli dadam qo'roqqa to'qib berimiz quraman deb yuriydi deydi-ku. Unda qilmassan, voy atrofga chuyni o'rlashtirib, unimi o'ylashgan aka. Lekin qursam bu maliga qurmayman-da. Bu guldek turayotgan malning muhitini buzmayman emasmi? Mana bilma, gaping bo'ladi mana qara. To'qib beqish yaxshi ish. Uni malida emas, xalroq bir yerda boqsa-chi, u texmi yaxshi bo'ladi. Chunki tog'ning tuxumi yaxshi bo'lgan bilan qara. Voy, buning gandisini puruqchi odamni bir oladi. Uning ustiga buni agashtirib kelgan chuvini-chi o'tiqi. To'g'ridaysa, lekin to'g'ning o'qdi ziroatga shunda foyda emasmi? Uni men bilma, bolam. Biroq men odamlar orasidagi nacharlarni nimada baqaratlaydiganligini bilamsan. Nima deydi ekan? Voy, to'g'ning poqi deydi emasmi? Yomon qiziqchi ma'zo o'tkazadi. Voy, hammasi chaqchaq gaplar, voy. O'zgimizni kelayli. Endi nima ish qilay deyapti-cha? Oldi bilan mush malimizning tövendagi 10 moyaga zamoniy parni qilay deb o'yin bor. Bu zamoniy parnik deganing nima bo'lib ketdi endi bu? O'chi qara aka. Ma qishni kuni saypay qo'g'on tavuzda ig'iz tegalaysan degan gap bu. Uning ustiga bu maqsadlarni yerlik o'g'itlar chiqirimiz emasmi? Assalomu alaykum. Melkasam. Salog'inam qanday ahvol yaxshimi? Obdan tudingmi? Mijoz yaxshimi? Bormisan? Bag'o. Ko'rinmaysan-ku. Voy, bor biz bor. Ey, ko'rikmikan katakdan chiqmagandek qo'raringni chiqamaysan-ku. Chiqsam iliq olishdan talavamga o'ltadim adam. Ey balam, bu uydan chiqmay bekor yotmabdi. Ma yaqinda-chu, cho'ng bir zamoniy parni qurgidak. Aka qo'lingni. Muborak bo'lsin. O'tganda g'ilpal degandek qildim. Yalan ip bo'ldingmi? Ip bo'ldim, adash, ip bo'ldim. Va ma'limizniki qantikka kadrlar yaxshi qo'lladi. Yuqorida tushgan xizmat guruhi kadrlarni haqsiz daykoyib berdi. Shu daykon bilan parnikni buni qurib olay deyman. Parnikni qurib olsam, ma'ldiki bekorchilarning hammani ashaga solsak, adash, nimaga yaxshi bo'ladi? Voy. O'g'il aka qo'lingni. Muborak bo'lsin. Voy, adash. Sen bag'u bizning mal uchun bag'u bakchoq yaxshi qilib berding-ku. Ey, bizning hukumatimizning siyosati shunday yaxshi. Elni moyil qilish, el ro'yini bilish, elga naf yetkazish degan mush emasmi? Men qarachinim adash, agar iqtisod yetishmay qolsam, dadam ishimizni ayt desam biz bor.
Rahmat adaş, ko'nglimga rahmat. Ay Salih, senmichi o'z vaqtida tanaffus bilan o'yinni yaxshi ko'rmay, obdan o'qigan bo'lsang, bolam, mana lekindek cho'ng ishlarni qilading emasmi? Bo'ldi qilar dada. Hijil qilmay. Saudga o'yinchilikni deb ketma. Salih og'aynammi yaxshi tirishdi. Tirishgan uchun mahallimizning boyning birisi bo'ldi. Bularning kichik vaqtida bizning to'liq tarbiya beratding. Lekin bir tarbiya mushkam uchun mening qalbimdan ketmaydi. Voy, bu ishki o'yin qipiga men nurg'un tarbiyalarni bergan. Voy, bu qaysin deydi Salih? Adaş, to'liq deb puzdiratding qo'y alaqada. Voy jedim dada. Kichik vaqtimizda ukam bilan ikkimiz maktabga berish qo'shchaqmay, tursak chaqib chaqiratdim. Dadam birdan bergan o'xshaydi deb, yana kelsak, "Ey!" lekin, "Ha? Buni maldog'u ikki bikachi bor. Biri buni ishkin, yana biri Nurahmatning qeri ishdi" deydi. Birkaç batal sen, kanara, yaxshi bo'lma. Va, bakam bo'lma. Unchiq chiqishimiz kimdan qilsa? Voy, mashinat bo'lmasmi ko'rib chiqaydim birdanda. Qavza qildi. Sut ichaman. Assalomu alaykum. Vaalaykum assalom. Yeri pishqirsan aka. Shundaq. Nali arlab ilhomim chapqab ekan. İlham pərisi əyləşib, yıldız kabi mayaklar əyləşib, bu dükan kep qaldım. Mana sizlərlə didarlaşdım. Abdam aka. Ondan tuxumdan bir yo'qolib ketsa, qanday ketdingizlar? Onu Allah bir istimal qilib etdim. Sen tuxumdan istimal qilib bo'lgandan, menga bergan narsani men tek istimal qilib baxmadim. Pulni demoqchimi? Tuxumning pulini deysizmi siz? Cep bir untuq ekansan aka. Masal qiziqga pul keldi. Buningga o'xshash isiz zotlar shu untuq keldi. Ey, chaq, paqchaqni qo'yib, udur gapingni danglaray. Men tushunmadim gapingni. Va menga yuz berganlik nesi degan she'r qani? Nesi qilmanglar degan she'rmi? Ha, shu she'r. Ben onu Allah bir gizitga e'lon qilib beryapti. Aşı gizitmi nesi pullarning hammani yig'labdimish. Ota yaponi. Ava Asim pochida tuqqandachilik yo'qdi. Sizlarning mening gapim ishonmaydiganlarni Allah buni qiyos qilgan. Atlik gizitni kelib ko'zinglar tiqib tuydimi? Ata. Ko'zimizga mı tiqib etmay ata pattanni qo'yib aka. Bizga yozgan she'r bu. Shundaq. Unda o'qib baqaman baqili. Anlab baqamsizlar? Sonda badu. Bu. Ey Nisi, sen sodinin en tisi. Şunca ötkür pichaqning sana kelganda igilar Nisi. Yaxshi. Bilib qolgin haloyiq, Nisi degan nastur, Nisi qilgan odamlar bu olamda pastur. Nisi degan she'rim alamat chiqdi. Alamat. Mana chiqyapti. Ammo lekin mana she'rni mana shu nesi qildiganlar o'qiydigan bo'lsa, minnisi qilib qan tushirgan she'r o'pdi-da mana mana. Shu zaman o'ldi. Yaxshi. Menga qan tushmabdi, ha? Tuzukka qo'gnay. Voy, men nima deydigan men bir nesiga munosab boqdimmi? Naq qo'yman. To'qildim. Ya aka, ma she'ringni voqo yezib, esib qo'ysak, do'konga o'lim jidal o'tdi-da. Tuva. Nima bo'ldi? Tuva deb ketding-ku. Bir ishni xato qilib qo'ymagansan? Mushay mushkullarni ayibinizda topolmay yurasiz-a? Pulingiz ko'paygan sari ko'zingizga g'alta ko'rinayotamdim qandaq. Sen qarab degan gap u. O'zing nima tuva deb qarsan? Men kiyimlaringizni qarab tavatdim. Kiyim nima bo'pti? Qarab beqma. Sizmi kichik bo'ldik, yili kiyimingizni mehnat qilib qolgan, birdan uyga yerlarni jiddiy qilib qolgan. Cho'g'anda diqqat qilsangizmi?
Oy, mening kadr xotinim. Xizmatchi xinim. Men sana o'xshash ishxonada turib, choy ichib xizmat qilmayman. 2 kunda bir vaqt talla bozorga mol akirman, mol ko'tirman. Shuningga yetib kelgan kiyimlar u. Ha, mening tikish kiyimimni yuyib, sen erkak to'shmanba. Ya Allah. Sizga zot gap qilolmaydi. Agar biz ayollar bo'lmagan bo'lsak, sizlar erlar qanday qilaverydinglar? Ha? Sizlar bo'lmagan bo'lsanglar, kiyim kiyishni bachdi. Keldi. Ish qilib ko'zimga siz bir o'zgarib ketayotgandek ko'rinsiz jimo. Odamlar o'zgardi xotin. Ha. Masalan, kichik vaqtida manqa balla tuyuqsiz cho'ng'anchada aql qo'pishi mumkin. Masalan, kichik vaqtida shunda aqlli, ziyrak balla cho'ng'anda tuyuqsiz deb to'qilishi mumkin. Shundaqmi? Demak, odam o'zgardi. Demek siz kichik vaqtingizda shundoq aqlli to'sganda? Ha, albatta. Meni demoqchimisan? Opa, do'stlar cho'ng'ada vashya qilib o'tdim ekanda. Bu jinim bolam, og'zingni eshitmagina, nimdiginin bu? Sen degancha shundoq aqlliq. Kim o seni döt degan? Og'zingda zadan shundan oldi bu. Hop bo'ldimi? Gap qilganda balonni olib diqqat qilma deyman shu. Bolara kishirib ketdi-ku. Opa, ozroq o'ynaylik. Uyqimiz kelmadi. Atatigan o'rningizdan turolmaysizlar, maktabga chiqib qolsizlar. Yo'qlar. Ha, kompyuterni o'chirasanmi? Maqla bolam yaxshi ish ko'ringlar. Film tunzi tikyaptimi? Voy, Sadi. Mo ko'ylakni jittiga yerni oradan tikyapman. Bek charchab ketibman. Tikib turaychi. Voy, bo'pti. Hey Salih. Beshim og'ir dedi otatdingiz. To'g'ri ichdingizmi? Ichdim, qo'yib berganda qildi. Ha, yaxshi bo'pti. Voy. Ey, to'g'ri miyada turdi-ku. Üstelki nima dara? Ustalni ustidagi? U degan sizning ko'yligingizning tugmasi. To'g'ri eshitdim deb tugmani sokmanda. Assalamu alaykum. Bunday yanlar qo'sqonga chiqdi. Qadirda, olam bo'lingmi, kechikib qolsizlar? Mana apa? Mana. Asmamadi. Maqla? Maqla bolam. Qarab menlar? Ha. Dada, qani, chayni iching? Ha, unda ichdim mana, unda ichdim. Soli, nega o'tirib ketsangiz? Bugun boshqacharoq yeysiz. Toza tavuğumuz yok. Toy qilgandan beri birinchi qitim ko'rishimchi bundaq o'tirganimizni. İcazın yok mu nima? Bunu qo'ycham boshqa tomoq qilpasimi ya? Ya dada, faqat ko'nglim birim tatmoqda shu. Vah. Seni bu ko'nglim birini tatmagan bo'lsa, dunyo rekordiga kirgizgidek ish o'tdi-da bu ya. Voy, bunun ko'nglimni birini tatmayotganini bildim endi. He. Akşam bağı bu birini jutib oldi. Mag'atni dadam dinle bu turdi. Mama demigidek yer şarını jutib olmagansa. Voy jinim dada, akşam mijoz yo'q, doğru içimen deb ko'yligining tugumisini jutib olibdi-ku. Oy bayqa. Yana bir kunlarda buni qo'ychamni jutib olmagan. Chaq qilmag'ana dada. Shu ko'ngil bir şey gördüm. Yeni gitti. Yeni bir şey gitti.
chiqmay ketib bordi. Voy balam voy, sen undaq osa yandırdıqanlardan emas kim o? Undaq qilishingga buni muborak oshqozonga qo'shilmaydi o seni. Qiziqmi dadalar. Ey, doktorxonaga olib kirib, tenteging tushirib boqamdiq ya. Tova degina. Ertesi Malik Purkit'te Salih bir tövgünü jututtu da. Voy ansirma balam, ansirma. Sen onu aytı bir tat tügünüken o. Bu top zaman ma'lum kastri 50 ming işte ölüp işlim bo'lmadi o. Qonun bo'yicha birinin qildi o. Dada, şunda qimmat ko'ylakning tugmasi o. Jutib ketarmi deb ansirayapti majmun. Jutib ketmaydi. Ben qo'shiqning ichida bexatar sandiq turganda kim turdi? Unda şu balam. Ben talla bazarga chiqib birdan ishkalda da havo yeb kiray. Ma'qul dada. Degan xilchani kelishga ketgan. O'ldidimi? Ha? Ya, sen chiqib o'tiribdi dada, keyin men choy chiqib beray dedim. Mushu tinchig'ichu turibli boshqa buzilib qoladi qara. Bu jim turib tinsam shunday yaxshi. Voy men müdürildimmi? O'taq igiz to'man bo'ladigan ish bor. Shu. Va dada, ati doktorxonaga olib tekshirib yengini bir ep beray ya. Bugunla bormaydimi? Sening tumangni og'ash. Va mushuni meni bir tekshirib o'tmisinmi? Bugun vaqtim yetmaydi dada, talla bozorga mal kiriz dedim. Xapama. Hey balam ey, mengu mayli. Men sening tumangdan ansirayapman degani. Ohayo, dada. Acayip adamcım sen. Ben kızartma bu dada. Kızartma. Meşinçide xatarlıqda qildim. Ey, Salih, ish qilib nemli bo'lsin bugun kechki tugmini menga tep bersangiz qat'iy bo'lmaydi jumo. Bo'ldi xotin. Mush beshim tuya qilib tutum. Qisib baqamsiz ya. Kursab konuştuk orada. Assalomu alaykum Saudka. Qada avvaldan tinchmi? Sog'liq yaxshimi? KKK o'tag'ina. Bunda oldirash bilmayman-da. Mas xalchonimni paylab menga o'xshamabsan. Ey, sen o'tgan kechgan cho'qanlik qarab o'tag'an staylni. Omu bor gap. Rahmatlik olamni o'tgani naq 6 yil o'tdi. U bu chaqlarda nimning yolg'izligini, bolalarni qo'ypaylini bilmabdi ekanman. Shunday. Bu olamda o'tibdi, hamma nimning parkay ushdi. Rahmatlik ko'zimiz oldida men olamda o'tib ketib qolsam, yaxshi yerdan loyiq tepib, o'zingizga nikoh qilib eling. Bo'lmas bolalarning qo'li qilib qiynab qolsa deydi. Mana degandek bo'g'atdi u. Ma to'yning dipi chiqsa-la, bolalar ko'rmaykan deb o'birib chiqdi. Ey, to'y qilsa miros bo'linib ketadi deb ansiraydiganda qachon? Shu gap emasmi? Hey. Neymiş balı diken çok küçük vaxtıdıl balı iken dikine. Gayvaqlardı yetip oylap kalıma hemen bakara. Biz mi şu ata-anamızı şurada kıkan boğuyu tıkmı kin dep. Hey oylasak için sıkılıdı ofka. Bizden mi şu ketkizip koygan yerlerimiz bak emez mi? Bak. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimsizlar? Ahvoling yaxshimi? O'sha bir chiralab o'tirib kelibsizlarmi? Voy, sen o'sha ko'cha arlanmagandikin, boshda o'ltirdigan gapga. Qo'lning madarning bu vaqtida o'sha aylanadigan gap, peyqiragan gap degani aka. Madarning ketgan o'sha ishqibdek bir chetga tashinib qolgan gap, bunga amal yo'q degani. Başlarım acaba sangalıp gittiğimde tayakıya korazdek. Alimi deydiğimde. Bizden derdimiz ne var? Ayaldığında ayrılığa adamlar bize de cuma ben de koyasam. Bu gipini taz işendeyim ben cuma. Kandak değilse. Ben size bir gün size bir anımsızlar. Dikine. Bol demse. Bak bizden belde bir erez var. Bula kudan köyüm sokuştu. Bu iyi koyu dedisi balı var. Koyu etmeyse cak toydu bu hakimiz. Bu işte tutup birip böyle bir gün tüyep kalsın bu ayol. Vay tüyep kalgamılar bu adamın teşhide yağıncığa işte bir külkü vardı. Cenaze ala götürüp git barda aldı da yıklap kaldı bu adam. Vay dostum
Vay benim canım dostum deb ketib bo'lsa, jinoz dokmuş yüzde oradan bir tombaki, tam vaqt deyip to'g'ri tushib, o ayol pırılka oldu. Bu ölüm to'yga aylanib, bu odam mecbur yani 10 yil tutibdi deydi. 10 yilga yana tugab qolibdi. Tugab qoldi bu odam yana jinoza oldi. Vay do'stim, jinim do'stim deb heli qo'doqmish keyin buna qarayib qafqab. Siz hapmay bu bir tam bir aylanlatçı deydi. Vay Arafat, bu yumruq baqizibga so'rin qizib ket, yana bir digna. Birinde. Bapta. Bak bizim hoşumuz var diye arayalım. Ahadimiz pek yamançı. Akımız bir gün oturup hey, ben navadı kopmadı ölüp gidip kalsam toy kılmayın siz? Ay kılmayın ben kotun sodan giden onda iştah yok. Ayalı. Navadı bek toy kılınız gibi geçse pevrenin topusu kurup getkişe çıdan. Bolandı o. Ha bolandı geplik depti. Şu geplik kıtla bir heptiki ahadimiz maaşı vakasıyla kopmadı git kaptı de. Bu adam açık köm koyuptu. Verdi soyucu hirke. Topuz kaçan kura dep. Bir heptiki çıkayı yiyip karşı hır tukan. Bu neymiş bu? Akşam yağmur yağdı mı ne? Dep kırkitip buraya dikin çıksa yanından bir yerdikin çıksın yanından bu adam guman kıptı doktor bir iş var bunun da. Dep geçidi mazanı mükünüp yatsa birdim şart su içi otkan. Jüye bir meşe tutup kaçı koysan. Mesela oğa ayağına iniş gemesi mi? Ne koysa? Mesela adam ben ölken kendi pat çıkıp kavrayım su içme diyen dediydi. Bunu kaçırırken bunu. Aka. Senin hedimizde kavrış kurmaya kalkışmadı öğlenmekten karganda. Ya momayның o kavrış kurulup buldu. Ballarla kavrış tüme atmamdı. Ballar yine. Saudka. Salih dükkanda bana azak bir soğudu kalaydı gittim. Vay o hangi vakti dükkanı bombayı neye uğrattı? Onun koş dükkanlığı bol dedi ne? Vay nima şu vakırsa taza bir narazılık bağım deme onunla. Ona adını özen bilmeyeceğim. Vay buldu. O gap anlattı o yakaş kulak. Hey buldular. Ben asla kaytay. Buldu.